Al-Malikul Mansur, Muzaffarxon Imoduddin Zanki. U askarlari va qo'l ostidagilar oldida haybati juda ham yuqori shaxs, buyuk siyosatchi. U bor ekan kuchli, zaifga hargiz zulm qila olmaydi. U o'z shahriga hukmdor bo'lishdan avval u shahar zulmdan xarob bo'lgan edi. Fransuzlar uni oyoq osti qilishgan edilar. U shaharni tozaladi va buyuk markazga aylantirdi. U Alloh yaratgan bandalar ichida eng shijoatli, qo'rqmas inson edi. Tarixchi Ibn Asir. 537-hijriy yil Ramazon oyining 23-sanasi. 1143-yil 11-aprel. Saljuqiylar sarkardasi, Mosul va Halab hukmdori, Zangilar sulolasining asoschisi, salibchilarning murosasiz dushmani, Edessa fotihi, Abu Muzaffar Imoduddin Zanki, Nuruddin Zankining otasi. Kuch-qudrati va olib bo'lmasligi bilan mashhur bo'lgan Ashif qal'asini zabt etgan ulug' qo'mondon. Afsonalar otasi deb eslanuvchi Imoduddin Zanki Ramazon oyida Ashif qal'asini qamal qilish bilan bir vaqtda Halab amiri Sayfiddin Suvar va turkmanlar otryadi bilan Antioxiya viloyatiga yo'l oldi. Al-Jisr yaqinida musulmonlar salibchilarning katta olomoni va ularning chodirlarini payqadilar. Imoduddin Zanki boshchiligidagi turkmanlar u yerdagi Arantis daryosini kechib o'tib, dushmanni yo'q qildilar. Halabga katta o'ljalar va asirlar bilan qaytib keldi. Salibchilar birinchi salib yurishi davrida islom yerlarini qo'lga kiritgach, musulmonlar bosqinchilarga qarshi muqaddas urushni hech qachon to'xtatmadilar. 12-asrning birinchi yarmida nasroniylarning asosiy raqibi Mosul amiri Imoduddin Zanki edi. Nasoro olamida Imoduddin Zanki ismi shu qadar qo'rqinch bilan eslanardiki, unga qarshi jangga birorta ritsar jur'at qila olmasdi. Avvaliga u Saljuqiy turklar qo'l ostida harakat qildi. Ammo sultonlikdagi notinchlik tufayli Tripoli grafi va Quddus shohini mag'lub etib, mustaqil harakat qila boshlagan Imoduddin Zanki tezda salibchilar orasida mashhur bo'lib ketdi. Zankining dovyurakligi va harbiy iste'dodi Saljuqiy sultoni Mahmud ibn Malikshohning nazariga tushdi. Uni avval Bag'dod hukmdori, so'ngra Mosul hukmdori etib tayinladi. Salibchilarning doimiy bosim ostida Halab ichkarisida hokimiyat uchun kurashlar to'xtamasdi. Natijada anarxiya yuzaga keldi. Tartibni tiklash uchun Imoduddin Zanki 1128-yilda o'z qo'shinlari bilan Halabga kirib, ixtiloflarga chek qo'ydi. 1130-yilda Antioxiyalik Baymont II ni mag'lubiyatga uchratdi. 30-yillarda Zanki o'z tasarrufidagi hududlar ustidan o'z hokimiyatini mustahkamladi va shu bilan birga salibchilarga qarshi Shomdagi kurashni boshlab yubordi. Kurdiston urushlaridan so'ng Imoduddin Zanki 1144-yilda Efrat yonidagi eng yirik nasroniylar qo'rg'oni bo'lgan Edessani nishonga oldi. Tarixchilarning fikricha, agar Edessa qulasa, musulmonlarning birinchi yirik g'alabasi bo'lib, u islom yerlarini salibchilardan ozod qilishning boshlanishini belgilab beradi. Edessa qo'lga olinishi butun sharq nasroniyligiga berilgan juda katta zarba bo'ladi. Chunki Edessa knyazligi musulmonlar to'lqinlarini qaytaradigan forpostidir va Edessa knyazligi butun nasroniy dunyosini himoya qo'rg'oni edi. Imoduddin Zanki Alloh azza va jallaga iltijolar qilib, Edessa sari yo'lga tushdi. Xristian olamining eng mustahkam qo'rg'oni bo'lgan Edessa Imoduddin oldida tiz cho'kdi. Bu olam shumul voqea natijasida Fransiyaning Vezel shahrida bo'lib o'tgan davlat majlisida ikkinchi marta salib yurishi e'lon qilindi va u Allohning inoyati bilan muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlandi. Bu g'alaba zaiflashib qolgan musulmonlarni nasroniylar ustidan birin-ketin g'alaba qozonishiga, butun salib qo'shinlarini vayron qilgan holda o'z kuchiga qattiq ishonch bilan g'ayratini oshirdi va ularda kichik Osiyoda xorijiy bosqinchilarni yo'q qilish uchun umid paydo bo'ldi. Bunda salibchilarga qarshi samarali kurash olib borgan birinchi musulmon hukmdor Imoduddin Zanki muhim pallada rol o'ynadi. Salibchilarga qarshi kurashdagi xizmatlari uchun Zinatul Islom, islomning ziynati va go'zalligi, Al-Malikul Mansur va Nazir Amirul Mu'minin, mo'minlar hukmdorining tayanchi unvonlari bilan siylandi. So'ngra bu ulug' mujohid ishini musulmonlarning ikki afsonasi, o'g'li Nuruddin Mahmud Zanki va Salohiddin Ayyubiy davom ettirdilar. Salibchilar kushandasi Imoduddin Zanki rahmatullohi alayhi. 13-hijriy yil Ramazon oyining 12-kuni. 634-yil 9-noyabr. Musanna ibn Xoris boshchiligidagi 12 ming kishilik islom qo'shini bilan Mihron boshchiligidagi 150 ming kishilik Fors imperiyasi qo'shini o'rtasida Buvayb jangi bo'lib o'tdi. Agar musulmonlar bu jangda g'alaba qilsa, musulmonlar uchun katta fath eshiklari ochiladi. Gap shundaki, Buvayb jangidan atigi 2 hafta oldin forslar Vavilion yaqinidagi Natifda ko'prik jangida musulmonlarga og'ir va yagona mag'lubiyat yetkazishgandi. O'sha kuni jang maydonida qo'mondon Abu Ubayda ibn Mas'ud as-Saqafini forslar feli tepalab shahid qilgandi. Ko'prikda uchralgan mag'lubiyat musulmonlar uchun juda katta yo'qotishlarga olib keldi. Ko'prik jangi haqida kanalda batafsil mavzu tayyorlaganmiz. Albatta tinglab chiqing. Musulmonlar mag'lub bo'lgandan keyin ko'prikda Musanna ibn Xoris va uning guruhi ruhiyat yuqoriligi sababli Qurshobdan qochib qutulishga muvaffaq bo'ldilar. Og'ir yaralanganiga qaramay Musanna ibn Xoris qo'shinni tartibga soldi va barcha askarlar Furot ustidan qayta tiklangan ko'prikdan o'tgunga qadar forslarning bosimini to'xtatib turdi. Forslarning bosh qo'mondoni Bahman jangda musulmonlarning omon qolganlarini ta'qib qilmaslikka qaror qildi. Chunki shu payt unga Mediandagi qo'zg'olon haqida xabar yetib keldi. U o'z rejasidan voz kechib, ota meros mulkiga shoshildi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ko'prikdagi mag'lubiyat haqida xabarni xotirjam qabul qildi
U kishi madinaliklarga quyidagi so'zlar bilan murojaat qildi: albatta men dushman bilan yuzma-yuz kelgan har bir mu'minning himoyachisiman, hatto u muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo'lsa ham. Abu Ubaydani Alloh rahmat qilsin va uni mag'firat qilsin. Agar u omon qolib, qandaydir qum tepalikda boshpana topgan bo'lsa ham, men uni albatta himoya qilardim dedi. Shundan so'ng xalifa Umar ibn Xattob Fors bilan urushga ko'ngillilarning ommaviy safarbarligini e'lon qildi. Bu orada Musanna qo'l ostidagi musulmon qo'shini Ulyas yerlariga chekindi. Bu yerda ular o'z kuchlarini qayta tiklashga va ko'ngillilarni yollashga muvaffaq bo'ldilar. Mana shu orada Musanna ibn Xoris radhiyallohu anhu ga forslar unga qarshi ulkan qo'shin to'playotgani haqida xabar yetib keldi. Bu xabar musulmonlarning ruhini ko'tarib yubordi. Qanday qilib? Dushman kelyapti degan gapdan nega ular ruhlanib ketdi? Chunki Musanna qo'l ostidagi mujohidlar Alloh azza va jallaning quyidagi oyatini yaxshi tushunar edilar. Ularga kishilar, albatta odamlar sizga qarshi kuch to'pladilar. Ulardan qo'rqinglar deganida, bu ularning iymonlarini ziyoda qildi xolos. Va bizga Allohning o'zi yetarli va u qanday ham yaxshi vakildir dedilar. Oli Imron surasi 173-oyat. Xabardan keyin Musanna ibn Xoris o'z qo'shini bilan Firotning g'arbiy sohiliga, Buvayb tomon harakatlandi. U yerda Kuf shahriga yaqin bo'lgan joyda raqibni ko'prikka kelaverishda kuta boshladi. Xalifa Umar radhiyallohu anhu Natif ko'prigida ro'y berganidek, yana o'sha mag'lubiyat takrorlanmasligi uchun yakuniy g'alabagacha daryodan o'tib, odamlarni xatarga qo'ymaslik haqida Musannani ogohlantirdi. Mo'min kishi bir teshikdan 2 marta chaqilmaydi hadisini esda tutib va xalifaning buyrug'ini bajargan holda Musanna dushman qo'shinining ko'prikdan bemalol o'tib olishiga imkon berdi. Forslar 3 ta yirik kolonna bilan harakat qilib, har birining boshida piyoda askarlar hamrohligida bahaybat fillar bor edi. Ularning 150 ming kishilik qo'shini katta shovqin-suron bilan musulmonlar uzra harakat qilib kelardi. Musannaning 12 ming kishilik jangchilari ro'zador edilar, yaralangan edilar, och qolgan edilar, toliqqan edilar va dushman ulardan 10 barobar ko'p edi. Eng zamonaviy qurollar ularda edi. Har bir bo'linma oldida bahaybat fillar bor edi. Ko'prikdagi g'alaba dushmanni yana ham ruhlantirib, bu safar ham musulmonlarni yanchib tashlaymiz deb kelishardi. Charchab toliqib turgan oz sonli musulmonlar shu yerda shahid bo'lishlarini kutishardi xolos. Shunda Musanna ibn Xoris buyrug'iga binoan musulmon jangchilari Ramazon ro'zasini buzib, hal qiluvchi jang oldidan to'laqonli ovqatlanib, o'zlarini mustahkamladilar. Musanna o'zining sevimli otiga saf bo'ylab minib, jangchilarini o'zlarini haqiqiy erkakdek ko'rsatishga da'vat qilib dedi: "Ey musulmonlar, bu kundagi shavkatingiz afsonaviy bo'lish kerak. Bugun tarixga kirishingiz mumkin. Ey musulmonlar, o'limni xotirjam qabul qiling. Bir-biringizga murojaat qilsangiz, pichirlab gapiring. Ey Rasulullohning jangchilari, bugun jang maydonidan hech birimiz qochmaymiz. Dushman bizni bitta qo'ymay qatl qilmaguncha ortga qayta olmaydi yoki biz dushmanni shu yerda to'xtatamiz. Ey Allohning askarlari, ko'prikdagi shahid bo'lgan birodarlaringiz sizga qarab turibdi. Ey musulmonlar, amiringiz sizga salom aytyapti va uni sharmanda qilmasligingizni so'ranyapti." Bu so'zlarni eshitgan musulmon o'g'lonlari: "Hoy bizning amirimiz, yo'l boshlang. Biz bugun sizni sharmanda qilmaymiz. Bugun ko'prikdagi voqea takrorlanmaydi yoki biz o'sha birodarlarimiz ortidan ketamiz", deya musulmonlar takbir aytdilar. Chunki ular bosh qo'mondoni Musanna ibn Xoris radhiyallohu anhu ni juda yaxshi ko'rishardi. Islom qo'shini tarafidan Allohu akbar sadosi yangrashi bilan forslar to'satdan hujumga o'tib, Musanna qo'shinining birinchi safiga katta talofat yetkazdi. Afsuski musulmonlarning birinchi safi yakson qilindi. Bunday zarbani kutmagan islom qo'shini chekinishni boshladi. Nahotki musulmonlar ikkinchi marta ham mag'lub bo'ladi. Ko'prik voqeasi yana takrorlanadi. Musanna ibn Xoris qo'shini ko'prikdagi birodarlar uchun nahotki o'ch ola olmasa, ro'zaning 12-kungi iftoringiz oldidan musulmonlar mag'lubiyatini aytib, ta'bingizni buzganimiz uchun uzr so'raymiz. Shonli tariximiz bilan qancha faxrlanmaylik, mag'lubiyatlarni ham qabul qilishimiz kerak. Chunki mag'lubiyat va xatolar kelgusi g'alabadan darak beradi. Musulmonlar agar shunday qiyin vaziyatda ham turib bera olsa, o'z vatani, o'z dini uchun, millati uchun, ertaga avlodlar oldida uyalmaslik uchun dushmanga tik boqib, so'nggi tomchi qoni chiqib ketgungacha turib bera olsa, ana shunda Alloh azza va jallaning farishtalari yordamga keladi. Chunki dinini himoya qilayotgan mu'min bandalarini Alloh yordamsiz holda dushmanga tashlab bermaydi. Ko'ramiz. Musanna qo'shini ham turib bera oladimi? Voqealar rivojini Ramazonning 13-kunida davom ettiramiz. Musanna ibn Xoris radhiyallohu anhu boshchiligida bu aybda Fors imperiyasi bilan ikkinchi to'qnashuv boshlandi. Ko'prikdagi mag'lubiyat uchun revansh qatori o'tayotgan bu ayb jangi haqida birinchi qismda gaplashdik. Agar birinchi qismda hali eshitmagan bo'lsangiz, avval o'shini eshitishingizni tavsiya qilgan holda bu ayb ma'rakasini davom ettiramiz. Musanna radhiyallohu anhu oz sonli musulmonlarni rag'batlantirgandan so'ng, musulmonlarda jang avvalida 3 karra Allohu akbar takbiri jangga signal bo'lishi kerak edi. So'ngra 4-takbir bilan umumiy hujum boshlanishi kerak edi. Lekin Musanna birinchi takbirni aytishi bilan o'z kuchlariga ishonchi komil bo'lgan Fors askarlari to'satdan hujumga tashlandi. Musulmonlarning birinchi saflari dushmanning bosimi ostida parokandalikka yuz tutdi va qocha boshlashdi.
Ularning ahvollarini ko'rgan Musanna darhol: "Hoy musulmonlar, bizni sharmanda qilmang. Hoy musulmonlar, qayoqqa?" deya baqirdi. Qo'mondon nidosini eshitgan musulmonlar darhol o'zlarini o'nglab oldi. Forslarning birinchi dahshatli zarbasini olgan, tarqalgan va siyraklashgan saflar qayta tiklandi. Jang uzoq davom etdi. Musanna ibn Xoris o'zining chopqir otida musulmonlar qatorlari orasida chopib, ularga: "Musulmonlarni sharmanda qilmang, Allohga yordam bering va u sizlarga yordam beradi" so'zlari bilan ularni rag'batlantirib turdi. Forslarning son bo'yicha ustunligi sababli jangni uzoq davom ettirish musulmonlar uchun xavfli ekanini tushungan Musanna arab qabilalarining ayrim yetakchilarini chaqirdi. Ularga bir nechta dovyurak jangchilarni tanlash, forslar sarkardasi Mihranni oldiga yetib borish va uni o'ldirish vazifasini buyurdi. Tarixchilarning hikoya qilishlaricha, bu ishni Jarir ibn Abdulloh zimmasiga oldi. Katta ajdarxoni mag'lub etishning yagona yo'li uning boshiga zarba berishdir. Jarir ibn Abdulloh tezlik bilan Fors qo'shinlarini yorib o'tib, ularning qo'mondoni Mihranni qatl qilishga erishdi. Bu xabarni olgach, Musanna barcha jangchilariga dushmanga hal qiluvchi zarba berishni buyurdi. Musulmonlar o'z bosimini oshirdi. Qattiq hujum ostida forslar markazi larzaga keldi. Maydonda chang ko'tarildi. Ungacha dushman tomonidan chetga surilgan musulmonlarning qanot kuchlari o'ziga kelib, ular ham oldinga yurdi. Allohga tinmay yordam so'rab yolvorgan musulmonlarga Allohning madadi yetib keldi. Mo'minlar qalbini xotirjamlik egalladi. Dushman qalbini sarosima bosdi. Fors jangchilari 150 ming bo'lishiga qaramay ko'prikka tashlana boshladi. Biroq Musanna ibn Xoris maxsus bo'linmasi bilan ko'prikka birinchi bo'lib yetib keldi va dushmanning qochish yo'lini kesib qo'ydi. Noilojlikdan forslar o'z ta'qibchilariga tashlandi. Lekin Musanna boshchiligidagi musulmonlarning kichik guruhi qattiq qarshi hujumlarni daf qilib turdi. Bu jang qatnashchilaridan biri hikoya qiladi. Biz quvayotgan dushman daryoga duch kelib, to'xtab qoldi va chekinish uchun yo'l topa olmasdi. Ortga qayrildi va bizga tashlandi. Kimdir bizning sarkardaga bayroqni ortga qaytarishni va chekinishni aytib qichqirdi. Bu qichqiriqni eshitgan Musanna ibn Xoris: "Mening ishim bayroqni olg'a olib borish, ortga emas. Ey musulmonlar, yaqin qoldi, oz qoldi" deya hayqiradi. Shunday qilib biz oldinga tashlandik va dushmanni qilichdan o'tkazdik. Ulardan birontasi daryogacha yetib bora olmadi. Forslar jang maydonida 100 mingdan ortiq qurbon qoldirdi. 12 ming kishi 150 ming kishining 100 mingini qirib tashlashi qiyin. Bu yerda farishtalarning ham ishtiroki bor deydi tarixchilar. Uzoq yillar davomida ularning suyaklari shu joylarda chirib yotdi. Va bo'lg'usi Kufa aholisi bir necha yillardan keyin ham bu jang izlariga duch keldi. Musulmonlar ham katta yo'qotishlarga uchradi. 4000 ga yaqin kishi shahid bo'ldi. Ular orasida Musanna ibn Xoris ukasi ham bor edi. Uni jang maydonidan og'ir yaralangan holda olib kelishdi. Musanna ukasiga qarar ekan, uni bunday deyotganini eshitdi. "Ey akam Musanna, Banu Bakrning bayroqlarini ko'taringlar. Alloh sizlarni ko'taradi. Mening vafotim sizni g'am-g'ussaga qo'ymasin. Aka, menga aytchi, kim g'alaba qildi? Faqat meni xursand qiladigan bo'lsa ayt yoki indama" dedi. Ko'zlariga jiqqa yosh to'lgan Musanna: "Alloh va dini g'alaba qozondi" dedi. Bu xabarni eshitgan Musanna ukasining yuzlari yorishib ketdi. Xursand bo'lib: "Alhamdulillah, alhamdulillah" dedi, omonatini topshirdi. U vafot etgach, Musanna uni qolgan shahidlar bilan dafn qildi. Dafn etilgach, Musanna shavkatli jangchilarning tartibli saflari oldida turib shunday dedi: "Mening g'am-g'ussam va musibatim musulmonlarning sabotli bo'lgani bilan yumshaydi. Ular orqaga bir qadam ham tashlamadilar. Mana ular, bu ayb jafokashlari, mana ular oldimizda yotibdilar." Bu aybdagi buyuk g'alabadan bir necha oy o'tib, Musannaning o'zi ham yotib qoldi. U kishi ko'prik jangida olgan og'ir jarohatlari bilan bu aybda qatnashgan edi. U kishiga Habibimiz Rasululloh: "Ey Musanna, senga Alloh Fors diyorini hadya qiladi" deganini eslab juda yig'ladi. Chunki aynan bu ayb g'alabasidan keyin islom saltanati o'sha paytdagi otashparast Forsni parchalab tashladi. Rasululloh va'dasini haqligini ko'rgan Musanna ibn Xoris ham omonatini topshirdi. Alloh uni va Alloh dini uchun jonini bergan barcha musulmonlarni rahmatiga olsin. Ularni Firdavs bilan siylasin. Biz toliqmaymiz, biz charchamaymiz. Tarixni bizdan so'rang. Biz Musannaning avlodlarimiz. Biz Musannaning avlodlarimiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina-i Munawvaraga ko'chib kelgan paytlar. Kunlarning birida Madinaga yaqin joylashgan Nurafshon qishlog'ida arabiylarning Muzayna qabilasi ziyofatga to'plandilar. Qabilaga 11 aka-uka boshchilik qilardi. Ularning kattasi esa Nomon ibn Muqarrin ismli kishi edi. Ular suhbatlari chog'ida Yasribga ko'chib kelib, yakka xudolikka da'vat qilayotgan inson haqida so'zlashdilar. Qabila boshlig'i Nomon ibn Muqarrin so'zga chiqib shunday dedi: "Men Muhammad haqida surishtirdim. U chaqirayotgan narsada men biror yomonlik ko'rmayapman. Muhammad ota-onaga yaxshilik qilish, insonlar o'rtasida adolatli bo'lish, mehribonlikka chaqiryapti ekan. Odamlar unga ijobat qilish uchun shoshmoqdalar. Biz nega o'tiribmiz? Agar yaxshilik bo'lsa, ular kabi biz ham shoshilishimiz kerak. Men ertaga uning oldiga boraman. Agar kim borishni istasa, bugun tunda hozirlik ko'rsin" dedi. Uning bu nutqidan 11 aka-ukasi ham qattiq ta'sirlandi. Ertalab turib, endi yo'lga chiqaman deb turgan Nomon ibn Muqarrin g'aroyib ko'rinish guvohi bo'ldi.
U bilan birga ketish uchun 11 aka-ukasi va 400 kishidan iborat jangchilar ham safarga tayyor turgan edilar. Chunki aka-ukalari va jangchilari No'mon ibn Muqarrinni juda yaxshi ko'rishardi. U uchun barcha ishga tayyor edilar. Buni ko'rib quvongan No'mon ularga qarab, "Sizlar meni quvontirdingiz. Barchangizni yaxshi ko'raman. Hozir biz Muhammad alayhissalomga iymon keltirish uchun ketyapmiz. Shuncha odam quruq qo'l bilan borishimiz uyatli bo'ladi. U kishiga nima olib boramiz?" deb maslahat soldi. U davrlarda arabiylarning moddiy ahvoli unchalik yaxshi bo'lmagan. Aksiga olib, o'sha yil qurg'oqchilik tufayli dehqonchilik ham xira edi. Shunday bo'lsa-da hamma o'zi topgancha narsani ko'tarib keldi. No'mon ibn Muqarrin ularni jamlab Madina sari yo'lga otlandilar. 400 kishidan iborat qo'shin kelayotganini ko'rgan Madina ahli sarosimaga tusha boshladi. Chunki Muzaniylar qabilasidagi odamlar baquvvat va baland bo'yli insonlar edi. No'mon ibn Muqarrinning bo'yi ham 2 metrdan balandroq edi. Madinaliklar ularning haybatlaridan cho'chib ketishdi. Ammo ularning yuzida tabassum va qilishlari yalang'ochlanmagan holatida ekanini ko'rishgach, xotirjam bo'lib ularni Rasululloh alayhissalom oldiga olib bordilar. No'mon ibn Muqarrin 11 aka-uka va 400 askari bilan musulmon bo'lish uchun kelganini Rasulullohga aytib, o'zlari bilan olib kelgan hadiyalarini Rasulullohga topshirdilar. Janob Rasululloh bundan qattiq quvonib ketdilar. Hatto tishlarining oqlari ko'rinib ketdi. Kibor sahobalarning barchalari takbir aytib yubordilar. Madinada bayramona kayfiyat boshlandi. Chunki hali birorta arab qabilasidan butun boshli qo'shin kelib, birdaniga musulmon bo'lmagan edi. Keyinchalik bu ulug' sahoba No'mon ibn Muqarrin ko'plab janglarda ishtirok etib, musulmonlar qalbidan joy oldi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida Forsga qarshi urushlar avj olgandi. Musulmonlar bilan forslar o'rtasida Qodisiya, Buayb, Tostur kabi katta janglar bo'lib o'tib, bu janglarda musulmonlar qo'li baland kelgandi. Shunday bo'lsa-da Fors imperatori qayta qo'shin to'plashga buyruq berib, musulmonlarga katta zarba berishga tayyorgarlik boshlab yubordi. Buning xabari xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga yetib keldi. Bu jiddiy urushga shaxsan xalifaning o'zi boshchilik qilish uchun tayyorlana boshladi. Shunda kibor sahobalar Said ibn Abi Waqqas, Ali ibn Abi Talib, Zubayr ibn Avvomlar kelib, xalifaning bu fikridan qaytarib qattiq turib olishdi. Ular xalifaga: "Yo mu'minlar amiri, siz go'yoki ipga terilgan marjonlarning boshidagi tutib turuvchi qadoqsiz. Agar o'sha qadoq chiqib ketsa, marjonlarning barchasi sochilib, yer bilan bitta bo'ladi. Siz shu yerda qolib, xalifalik ishlari bilan ovora bo'ling. Bu mas'uliyat uchun boshqa bir odamni qo'mondon etib saylang. Biz siz tanlagan odamga rozimiz" dedilar. Shunda xalifa Umar ibn Xattob roziyallohu anhu: "Men bu jangga ertaga bir odamni saylayman. U nayzasini birinchilardan bo'lib otadigan odamdir" dedilar. Sahobalar hayron bo'lib qolishdi. Ertasi kuni No'mon ibn Muqarrin mana shu sharafli va o'ta xatarli ishga mas'ul qilib tayinlanganligini e'lon qildi. Yaqinda forslar bilan bo'lib o'tuvchi Nahavon jangiga biz yuqorida aytib o'tgan pahlavon sahoba No'mon ibn Muqarrin roziyallohu anhu sarkarda etib saylandi. Fors imperatori Yazdajir barcha ittifoqdoshlariga birlashish to'g'risida noma yo'lladi. Islom qo'shinlarining bosh qo'mondoni Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu bo'lib, u kishi Forsga ketayotgan qo'shinning qo'mondoni No'mon ibn Muqarrinni chaqirib, 14 kishini Forsga elchi qilib yubordilar. Elchi bo'lib boradigan odamlar eng aqlli, baquvvat va bo'ydor odamlar tanlab olindi. Ularning kattasi No'mon ibn Muqarrin bo'ldi. Bu 14 kishi zotdor otlarni minib, oppoq kiyimlarini kiyib, Fors Xusravi, imperator Yazdajir qarorgohiga kirib keldilar. Odamlar ularning haybatidan uylariga berkinib olishdi. Musulmon elchilarni kirib kelayotganini ko'rgan forslik ayol keyinchalik ularni shunday sifatlab berdi: "Biz ularni tomosha qilar ekanmiz, Xudoga qasamki, 1000 ta askarga teng bo'lgan 14 kishini ko'rib turardik. Bunday haybatli kishilarni biz avval ko'rmaganmiz. Ular mingan otlar hurkirab, tuyoqlardan chiqayotgan tovushlar bizni larzaga solib yubordi. Bu 14 kishining barchasining bo'yi 2 metrdan ham oshiq edi", deb aytib beradi. Elchilar imperator huzuriga kirib keldilar. Xusrav Yazdajir ularga tarjimon orqali gapirib shunday dedi: "Nega keldingiz? Sizlarga yaxshilik qilib, sizlarga savdo yo'llarini ochib bergan buyuk bir mamlakatga sizlarni nima yetaklab keldi? Sizlarga g'amxo'rlik qilgan mamlakatga qarshi yurish qilmoqchimisiz?" dedi. Shunda musulmon elchilarining kattasi No'mon ibn Muqarrin oldinga chiqib, ovozlarini baland ko'tarib, ko'ksini tik tutgan holda, ko'zlarini imperatorga qaratib, viqor bilan javob berdi: "Biz bu yerlarga yer uchun yoki boylik uchun kelmadik. Biz xoridik. Islom ila sen ko'rib turgan martabaga erishdik. Bizga islomni olib kelgan kishi senga yaxshilikni ulashish uchun bizni bu yerga yubordi. Senga islomni taklif qilamiz. Uni qabul qilsang, Qur'onni qoldirib qaytib ketamiz. Agar bosh tortsang, bizga xorlanib jizya to'laysan. Shunda bizning panohimizda bo'lasan. Agar undan ham bosh tortsang, urush bo'lishiga to'g'ri keladi." Yazdajir kulimsirab, "Jizya deganing nimasi?" deb so'radi. Ulug' sahoba unga: "Jizya bu sen bizga to'laydigan tovon puli. Uni shunchaki to'lamaysan, xor bo'lgan holda to'laysan. Sen uni bizga yalinib olib kelasan, shunda uni sendan qabul qilamiz", dedi qat'iyatlik bilan. Bu so'zlarni eshitgan imperator Xusravi Yazdajir xoxolab kulib yubordi. Manmanlikka berilgan Yazdajir
uning qarshisida Muhammad alayhissalomning shogirdlari turganini bilmasdi. Yazdajir qarshisidagi odamlar o'limni yaxshi ko'radigan odamlar ekanini bilmasdi. Yazdajir sahrolarda katta bo'lib, islomni olib kelgan odam bilan gaplashayotganini bilmasdi. Ko'zlari chanoqlardan chiqib ketgudek bo'lgan Yazdajir elchilarga shunday dedi: Elchiga o'lim yo'q degan qoida borligi sizlarni qutqarib qoldi. Aks holda bu yerdan sog' chiqmas edingiz. Sizdek kambag'al, past odamlarni ko'rgan emasman. Kurrai zamindagi eng qudratli davlatga qarshi turishni xayolingizdan chiqaring. Sizlarga mol va dunyo kerak bo'lsa biz beramiz va sizlarni tinch yashashingizni kafolatlaymiz. Endi esa huzurimdan chiqinglar, dedi qo'pol tovush bilan. Imperator Yazdajir yonidagi xizmatchilarga ishora qilib, bir bo'sh qopni tosh va tuproqqa to'ldirib kelishni buyurdi. So'ng boyagi elchilarni chaqirib, sizlarning ichingizdagi eng oqili kim deb so'radi. Shunda Tamim qabilasidan Osim ibn Amr chiqib, men dedi. Mana buni olgach ketinglar, dedi Yazdajir qopga ishora qilib. Go'yo qop oltin kumushlar bilan to'ldirilgandek edi. Osim ibn Amr qopda nima borligini darrov payqadi. Ammo uni xursand bo'lib yelkasiga ortib yugurib chiqib ketdi. Buni ko'rgan imperator sheriklariga qarab rosa kuldi. U o'zicha tosh tuproq to'la qop bilan musulmonlarning ustidan kulgandi go'yo. Forsning bosh qo'mondoni Rustum Xusrav huzuriga kelib, ularga qopda nima berdingiz deb so'radi. Ularga tuproq va tosh to'ldirilgan qopni eng aqllisiga berganini aytib, bopladim degandek rosa kulib berdi. Ammo bir payt qo'mondon Rustumning rangi oqarib ketdi. Tosh qatib turib qoldi. Fors Xusrav Yazdajirga qarab, qirolim, nima qilib qo'yganingizni bilasizmi? Haqiqatan ham u eng aqllisi ekan. Siz hozir Fors diyoridan tuproq berib, Fors sarhadlarini ularning qo'liga o'z qo'lingiz bilan topshiribsiz. Attang, dedi boshini ushlab. Imperator darhol ularni ortga qaytarishga buyruq berdi. Ammo kech qolgandilar. Musulmon elchilari ketib bo'lgandi. Tuproq va tosh to'la xaltani Sa'd ibn Abi Waqqos oldiga qo'yib, Forsning tuproqlari endi bizning qo'limizda. Inshaalloh Alloh uni bizga to'laligicha fath qilib beradi deb juda xursand bo'ldilar. Ana shu kundan boshlab Fors Xusravi Yazdajir bir xil tush ko'ra boshladi. Ya'ni tushida salla kiygan arablar uni mag'lub qilib, yerlarini birin-ketin egallab olardilar. Yazdajir tushidagi odamlarni tamoman yo'q qilib tashlash uchun Fors imperiyasiga tegishli Isfahon, Hamadon, Ray, Komiz, Naxavand va Ozarbayjon shaharlaridan jami 150 ming qo'shin to'pladi. Jang uchun Naxavand yerlari tanlandi. Musulmon qo'shini ham 30 ming kishi bilan Naxavandga yetib keldi. Ikki qo'shin bir-biriga qarama-qarshi joylashdilar. Fors qo'shiniga sal avval Qodisiyadagi jangda qochib ketgan qo'mondon Firuz boshchilik qilardi. Qalbi qo'rquvga tushgan forsliklar urush boshlanish arafasida shahardagi qal'alarga kirib berkinib oldi. Qal'aga olib boruvchi yo'llarga esa temir parchalarini sochib ketishdi. Musulmon qo'shini qal'alarni qamal qilish uchun kelganda otlar temir parchalardan tuyoqlari ozorlanib yura olmay qoldi. Musulmonlar shaharni uzoqdan qamal qilishga majbur bo'ldilar. Bu jang qishga to'g'ri kelib qolgani sababli sovuqni ko'rmagan musulmonlar tog'li hududda sovuq otishib, qamalda qiyinchiliklar yuzaga keldi. Shunda qahramonimiz Nu'mon ibn Muqarrin roziyallohu anhu odamlar bilan maslahatlashib, bir kishini tayin etib, ozroq qo'shin bilan hujum qilish va ularni nima qilib bo'lsa ham qal'asidan chiqarishni reja qildi. Bu kishi kimligini bilasizmi? Juda ko'p janglarda aynan mana shunday xos topshiriqlarni a'lo darajada bajarishi bilan mashhur bo'lgan sahobiy Xolid ibn Validning do'sti Qoqo ibn Amr roziyallohu anhu edi. U kishi kichik qo'shin bilan rejaga ko'ra hujum boshladi. Qal'a juda kuchli qo'riqlanardi. Qoqo roziyallohu anhu shiddatli hujumga o'tishda davom etdi. Forslar qal'a eshiklarini ochib, ular bilan tashqarida jang qilishga majbur bo'ldi. Shu payt Qoqo ibn Amr to'satdan qo'shinni ortga chekinishga buyurdi. Musulmonlar qocha boshladilar. Bu hiylani forslar avval Xolid ibn Validda ko'rgan edilar. Lekin bu safar Xolid yo'q. Bular rostdan qochyapti degan xayol bilan Fors qo'shini Qoqo ibn Amrni quvib ketdi. Forslarning 150 ming qo'shini tog' bag'irlarigacha quvib bordilar. Birdan tog' oralaridan Allohu akbar degan tovushlarni eshita boshlashdi. Ular bu tovushni darhol tanidi. Bu hayqiriqni yaxshi eslashardilar. Bu hayqiriq avval ularni bir necha bor yer tishlatgan edi. Tog' bag'rida ularni qahramonimiz Nu'mon ibn Muqarrin kutib turgan edi. Ort tarafda esa ukasi Nuaym ibn Muqarrin kutayotgan edi. Qanotda Huzayfat ibn Yomon kutayotgan edi. Fors qo'shini shu tariqa changal hiylasi bilan to'liq qurshab olindi. Qahramonimiz Nu'mon ibn Muqarrin qo'shin oldiga chiqib, "Men hozir duo qilaman. Sizlar amin deysizlar" deya duo qildi. Bu qilgan duosi tarixning shon sharaf varaqlariga muhrlab qo'yildi. "Ey Robbim, bizga yordam ber. Yo Robbim, diningni yetkazishda, marhamatingni yetkazishda bizni qo'lla. Yo Robbim, mana bu jangchilarni sendan umidi bor, ularni noumid qilma." Jangchilar amin deb turardilar. Shunda Nu'mon ibn Muqarrin, "Ey jangchilarim, hozir bir so'z aytaman, ana shu so'zda qattiqroq amin denglar" dedi va "Yo Robbim, bu lahzalarda g'alabani ko'rishlikni nasib etgin. Yo Parvardigoro, bugun quling Nu'monni mana shu yerda shahidlik bilan mukofotlagin" dedi.
Qo'mondonining so'nggi so'zlarini eshitgan jangchilar yig'lab yubordilar. Ular suyukli qo'mondoni bilan xayrlashayotgandilar go'yo. Jangga kirishga izn berildi. Allohu akbar deya takbirlar ostida musulmon qo'shni forslarni qisuvga oldi. Jang boshlanishi bilan qahramonimiz bir qo'lida islom bayrog'i, ikkinchi qo'lida nayzasi bilan tezlik bilan oldinga tashlandi. Nayzasini uloqtirib, kofirlarni qatl qila boshladi. Jang qizg'in pallaga yetganida qahramonimiz Nomon ibn Muqarringa kamon o'qi kelib yelkasiga tegdi. Bayroqni ko'tarib turgan Nomon roziyallohu anhu otdan yerga quladi. Islom tarixidagi buyuk pahlavon otdan quladi. 400 askari va hadiyalari bilan Rasulullohni xursand qilgan sahoba quladi. Arabiylarning ulug'laridan bo'lgan qahramon otdan quladi. Umar ibn Xattobning maqtoviga sazovor bo'lgan mujohid quladi. Bo'yi 2 metrdan uzun bo'lgan dov yurak jangchi quladi. Nomon ibn Muqarrin og'ir jarohat oldi. Buni ko'rgan ukasi Nuaym ibn Muqarrin darhol yetib kelib, akasini himoya qildi. Shunda Nomon ibn Muqarrin ukasiga: "Menga e'tibor berma, menga qarama, islom bayrog'ini ko'tar, bu bayroq yiqilishi mumkin emas" dedi. Ukasi bayroqni olib, ikkinchi amir Rasulullohning sirdoshi bo'lgan Huzayfa ibn Yamonga topshirdi. So'ng askarlar ichida sarosima tarqalmasligi uchun jarohatlangan bosh qo'mondon Nomon ibn Muqarrinni chodirga olib kelib yashirib qo'yishdi. Urush avjiga chiqib ketdi. Forslar qochishga tushdi. Yo'lda o'zlari sochib qo'ygan temir parchalariga qoqildilar. Musulmonlar shu orada Forsning 100 ming jangchisini qilishdan o'tkazdi. Islom qo'shini Nahavandda o'tgan buyuk ma'rakada g'olib bo'ldi. Musulmonlar takbir aytib, bayramni boshlab yubordilar. Huzayfa ibn Yamon va Maqol ibn Yasorlar bosh qo'mondon oldiga kirdilar. Qahramonimiz ko'zlarini arang ochib, chuqur xo'rsinib ulardan "Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" deb so'radi. "Xursand bo'ling ey amirimiz, biz g'alaba qozondik. Islom lashkarlari g'olib bo'ldilar. Islom g'olib bo'ldi" deganlarida qahramonimiz Nomon ibn Muqarrin roziyallohu anhu ko'zlari yoshlanib ketdi. "Alhamdulillah, alhamdulillah. Bu xush xabarni xalifa Umarga yetkazinglar. Tezroq yetkazinglar. Jannatda ko'rishguncha", dedi jim bo'lib qoldi. Maqol ibn Yasor yaqinroq kelib qaraganida ulug' sarkarda, Fors imperiyasini qulatgan Fotih, Arabiylarning faxri, musulmonlar amiri Rasululloh bu kishi haqida hammaning uyi bor, Nomon ibn Muqarrinning uyi iymondir deya maqtalgan sahoba. Nahavand g'olibi Nomon roziyallohu anhuning yuragi urishdan to'xtadi. Maqol ibn Yasor roziyallohu anhu bayram qilayotgan musulmonlarga chiqib, "G'alabangiz muborak bo'lsin. Sarkardangiz sizlarni bu yergacha olib keldi va bu g'alabaga katta hissa qo'shdi. O'zi esa shahid bo'ldi", dedi. Xursand bo'lib bayram qilib turgan musulmonlar yig'lab yubordilar. Hamma askarlar bir chetlarga borib yakka-yakka yig'lashni boshladi. Bu buyuk fathning xabari Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ga ham yetib bordi. U kishi ham Allohga hamd aytib va birinchi bo'lib qo'mondon Nomon ibn Muqarrinni so'radi. Shunda elchi: "Ey mu'minlar amiri, u endi oramizda yo'q, shahid bo'ldi", dedi. Xalifa Umar ibn Xattob bundan mahzun bo'ldi va yig'ladi. Shu tariqa buyuk fath amalga oshdi. Persiya imperiyasining 1000 yillik hukmronligiga barham berildi. Imperator Yazdajir esa Eron sharqiga qarab qochib ketdi. U Xitoyga yordam berishni so'rab noma yo'lladi. Xitoy imperatori ham musulmonlar bilan jang qilishga qudrati yetmasligini aytib, uning so'rovini rad etdi. Yazdajir qochib borar ekan bir dehqonning uyidan qo'nim topdi. Dehqon unga yaxshilik qilib siyladi. Yazdajir o'zini dehqonga tanishtirar ekan: "Men buyuk Fors imperiyasining qiroli, Adashir birinchining sulolasidan Yazdajir 3-chi, Sasoniylar mamlakatining xusrafi bo'laman", dedi. Shunda dehqon ishonqiragandek bo'ldi. Yazdajir xaltasidan qirol oilasiga tegishli buyumlarni va tojini olib ko'rsatdi. Dehqon uni rostdan ham podshoh ekaniga amin bo'lgach, uxlashini kutib turdi. Imperator Yazdajir uyquga ketgan payt uni tosh bilan urib o'ldirdi. Toji-yu qimmatbaho buyumlarini oldi. Hatto Yazdajir ustidagi kiyimlarini ham yechib olib, Yazdajirning yalang'och tanasini Murg'ob daryosiga irg'itib yubordi. Buyuk imperiyaning imperatori, qudrati 2 iqlimga yetadigan qo'shin sohibi, Yunon va Rimga asrlar davomida dahshat solib kelgan Fors mamlakatining so'nggi qiroli mana shunday o'lim topdi. Oddiy bir sahroda cho'ponlik qilib katta bo'lgan Arabiy esa qudratli davlatni yo'q qilgani bilan tarixga muhrlandi. Jangda qahramonlarcha halok bo'lib, shahidlar qatoridan joy oldi. Bu kishining ismi Nomon ibn Muqarrin roziyallohu anhudir. Yevropaning tizzasi qaltirashiga uning ismi aytilishining o'zi kifoya qilardi. Yevropa bunday mahzunlik va bunday xo'rlikni avval ko'rmagan edi. Fransiya nega qo'rqayotganini, qo'rquv ularning qalbini qanday egallaganini hargiz tushuna olmasdi. Portugaliya dengizga chiqishga yo'li ochiq bo'la turib, bunga jur'at qila olmasdi. Barselona grafligi uning qo'shini haqida gapirishga jazm eta olmasdi. Ispaniya markazi Madrid unga faqat tovon to'lash evaziga yashardi. Musulmonlar ichida uning davri Qordoba, ya'ni Kordoba bahori, Andalusning eng gullagan davri deb tilga olinadi. Islom olamida gullab yashnagan Andalusiya mamlakati cho'qqini zabt etishida olimlar ixtilof qilishdi. Kimning davri yaxshiroq edi? Abdurahmon Doxilinimi yoki Abdurahmon Nosirnimi
yoki biz bugun hikoya qiladigan Hojib al-Mansur Muhammad bin Abdullah bin Abi Amir rahmatullohi alayhi. Assalomu alaykum. Bir necha yil avval biz bu kishi haqida yo'qotilgan Andalus silsilamizda qisqaroq aytib mavzu tayyorlaganmiz. Keling, bugun yoshlarga maqsadni to'g'ri tanlashga yordam beradigan, qo'rqmaslikka o'rgatadigan, olimlarni hurmat qilishga targ'ib qiladigan, yoshlar o'zlariga kumir qilsa arziydigan islomiy fathlar otasi, 54 ta jang o'tkazib biror marta mag'lub bo'lmagan kishi, Xolid bin Valid kabi jang maydonida shahid bo'lishni orzu qilgan sarkarda, armiyaning sevimli generali, olimlarning sevimli sultoni, imomlarning himoyachisi, Barselona fotihining otasi, Janubiy Fransiyaning fotihi, Portugaliya fotihi, Sevilya fotihi, Yevropa qirollarining qo'rqinchli tushi, Atlantika okeanining xo'jayini, o'z davrining betakror qo'mondoni Hojib al-Mansur Muhammad bin Abi Amir haqida so'zlab beraylik. Diqqat qiling, biz qudratli mamlakatning eng gullagan davriga, eng qudratli hukmdorning oltin tarixiga sayohat qilyapmiz. 92-hijriy yil Tariq ibn Ziyod kemalari bilan Ispaniya qirg'oqlariga yetib keldi. Islom tarixida ilk bor Yevropaga musulmonlarning qadami qo'yildi. Ana shunda Tariq ibn Ziyod qo'shin ichida Yaman qabilasiga mansub bir kishi ham Andalus fathida qatnashdi. Bu kishi qahramonimiz Hojib Mansurning bobosi edi. Ibn Abi Amirning otasi Abdulloh ibn Amiri faqih, muhaddis, qori edi. U 327-hijriy yilda o'g'il farzand ko'radi. Abdulloh o'z o'g'lining tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratib, unga avval ilm olishiga keng imkoniyat yaratdi. O'z o'rnida qahramonimiz ham bu imkoniyatni suiiste'mol qildi. Ilmni juda mukammal egalladi. Fiqh va hadis yo'nalishida puxta mutaxassis bo'ldi. She'riyat olamining namoyandasi. Qurtuba jomesida ulamolar nazarga tushgan qahramonimiz Hojib Mansur ulamolar tarafidan e'tirof ham etildi. Ibn Abi Amirning oilasi o'rtahol, kunlik hayotda og'ir mehnatlar evaziga o'tardi. Andalusiya qahramoni, bizning suyukli sarkardamiz, Yevropa fotihi, mag'lubiyat nimaligini bilmagan jangchi Hojib Muhammad bin Abi Amir avvaliga aravakashlik qilib kun o'tkazardi. Allohu akbar. Alloh sizni mukofotlasin ey ulug' sarkarda. Necha asrlar o'tsa ham biz sizni unutmaymiz. Kunlarning birida aravada yuk tashib toliqqan 4 og'ayni o'tirib, orzulari haqida gaplashdilar. Shunda qahramonimiz do'stlarga qarab, agar men Andalus hukmdori bo'lib qolsam, mendan nimani so'rardinglar dedi. Ularning biri Qurtubadan bir qasr so'rardi. Yana biri 100 ming dinar so'rardim dedi. Uchinchi do'sti mazah qilgandek qilib kulib, shunday dedi. Agar sen hokim bo'lsang, yuzimga qora surtib, eshakka teskari mindirib, qo'l ostingdagilar oldida meni yolg'onchi deb aylantirib, sharmanda qilishingni so'rar edim dedi ustidan kulib. Ibn Abi Amirning bundan qalbi og'ridi. Allohning taqdiri bilan o'ynashmang, u sizni qo'lingizda emas. Mol, mulk bugun sizda bo'lsa, ertaga uni boshqasiga olib beradigan Allohning qo'lidadir. Ibn Abi Amir rahmatullohi alayhi shu kundan boshlab aravakashlikni tashladi. Borib Qurtuba mirshablar bo'linmasiga qorovul bo'lib ishga kirdi. Vaqtlar o'tdi. O'zini tutishdagi xulqi va aytilgan ishni mukammal bajarib kelgan qahramonimiz mirshablar qo'mondonining nazariga tushib, Qurtuba mirshablar bo'linmasiga rahbar etib tayinlandi. Ana shu paytda Andalus hukmdori o'g'il ko'rib, Hisham al-Muayyid billah deb ism qo'ydi. O'g'liga yaxshi qo'riqchi, bizni tilda aytganda maxsus agent kerak edi. Bu lavozimga Qurtuba mirshablar qo'mitasi rahbari Ibn Abi Amir tavsiya qilindi. Andalus hukmdori bu ishni unga ishonib topshirdi. Ibn Abi Amirdagi jasorat va ishlarida mahoratni ko'rgan hukmdor qahramonimizni Darus Saqoga bosh kotib etib tayinladi. Bu lavozimda Ibn Abi Amirga davlat xazinasini nazorat qilish, Shimoliy Afrika yerlariga voliylar tayinlash, shaharga qozilar tayinlash kabi ishlar zimmasiga yuklandi. Oradan vaqt o'tib, saroyda obro'si oshib ketgan Ibn Abi Amir butun Andalus politsiyasining direktori bo'lib saylandi. Andalusning valiahdi, Hisham Muayyid billahning shaxsiy qo'riqchisi, Andalus mirshablar rahbari, Darus Saqoning bosh kotibi, Andalus xazinasining nazoratchisi Muhammad Hojib Mansur ibn Abi Amir rahmatullohi alayh mana shu paytda bor yo'g'i 30 yoshda edi. Subhanalloh. Shu yillarda Andalus hukmdori vafot etdi. O'g'li voris qatori taxtga chiqish kerak edi. Ammo Hisham 9 yoki 10 ga kirgan yosh bola edi. Endi ko'ringki, Umaviylar orasida taxtga ko'z olaytirish boshlanib ketdi. Yosh bolani taxtdan olib tashlash qiyin ish emas. Bu davr Andalusning parchalanib ketgan davri bo'lib, oz qismigina hokimiyatni tutib turgan edi. Shu yer ham endi talash bo'lishga tushdi. Yevropa nasroniylari bu ishlardan xabar topdi. Bu ayni fursat edi. Andalusni Piriney yarim orolidan butunlay yo'q qilib tashlashning ayni vaqti edi. Yevropa tezkor harakatni boshlab yubordi. Umaviylardan bo'lgan oqsoqollar davlat yosh bola qo'lida qolsa tezda parchalanib ketishini aytib, vaqtinchalik hukmdor tayinlashni ilgari surishdi. Vaziyatni diqqat bilan kuzatib turgan Ibn Abi Amir valiahd ruxsati bilan jilovni qo'lga oldi. Tarqoq bo'lib turgan Andalusiya hokimiyatini bir joyga to'plab, o'zini vaqtinchalik vasiyligini e'lon qildi. Ibn Abi Amir rahmatullohi alayh davlat to'ntarishiga harakat qilayotganlarni zudlik bilan qo'lga olib, ularni qatl ettirdi. Qo'shin to'plab Andalus mamlakatini parchalab tashlashga tayyorgarlik ko'rayotgan Yevropa Hojib Mansur Muhammad ibn Abi Amir bilan hisoblashishga to'g'ri keldi. Qahramonimiz olimlarni to'pladi va ularga maslahat soldi.
Davlatimizni ahvoli sizlarga ayon. Menga aytinglarchi, davlat lozim, ya'ni qudratli davlatni Yevropa ichida tizimli imperiyani qurish uchun nima ish qilishim kerak deb so'radi. Olimlar u kishiga 3 ta narsani aytishdi. Agar ushbu 3 narsani davlat ichida joriy qila olsang, davlat lozima sening hukmronliging ostida albatta quriladi. Bu 3 narsa nima edi? Iymon, ilm va quvvat. Ibn Abi Omir olimlar maslahati bilan Andalusiyada odamlarni islomga qaytishlikka, dinga amal qilishlikka keng targ'ibotlar olib borildi va butun musulmon davlatlariga, undan tashqari ittifoqdosh mamlakatlarga xat yuborildi. Agar kimda qanday ilm bo'lsa, Qurtubaga kelsin, so'ragan maoshi beriladi. Ha, bugun Amerika qanday qilib bu darajaga yetib keldi? Bugun Xitoy qanday qilib bu maqomga yetdi? Ilmga pulni ayashmayaptilar. Zamonamiz ixtirochisi milliarder Elon Muskning oldiga bosh muhandis kelib shunday dedi. Bugun falon formula bo'yicha raketa sinovini o'tkazishimiz kerak. Sinov o'tmaguncha bu formula to'g'ri yoki noto'g'riligini bila olmaymiz. Shunda Elon Musk, agar formula xato bo'lib, sinov omadsiz bo'lsa, zarar qancha bo'ladi? 200 million dollar. Agar formula to'g'ri bo'lib, omadli yakunlansa, qancha foyda olamiz? Ilm foydaga qoladi. Raketa sinovini parvozga tayyorlangan. Xarajatlar uchun 200 million dollar ajratilsin. Mana g'arb nega o'sib ketdi? Muhammad ibn Abi Omir maktubidan so'ng butun dunyodan fiziklar, astronomlar, muhandislar oqib keldi. 3-bosqich quvvat. Iymon va ilmni o'zida jamlagan Ibn Abi Omirga quvvatni to'plash qiyin kechmadi. U tez orada Pireney orolidagi eng qudratli armiyaga asos soldi. Omiriylar qo'shini. Bu qo'shin tarqoq Andalusni tez fursatda birlashtirib, Andalusiyaning Abdurahmon Dohiliy, Abdurahmon Nosir davridagi avvalgi qudratini qayta tikladi. Yevropaning qo'ltig'idan tarvuz tushib ketdi. Hojib al-Mansur ibn Abi Omir 54 ta jang o'tkazdi va biror marta yutqazmadi. Kastiliya fath bo'ldi. Portugaliya fath bo'ldi. Janubiy Fransiya fath bo'ldi. Andalusiya chegarasi Shimoliy Afrika qirg'oqlaridan Janubiy Atlantika qirg'oqlarigacha cho'zildi. Rim papasi o'z ma'ruzalarida Ibn Abi Omir ismini tilga olgani qo'rqib qoldi. Kunlarning birida Ibn Abi Omir do'stlari bilan aravakashlik chog'ida qilgan orzulari esga tushib, ularni topib kelishni buyurdi. Ularni olib kelishdi. Do'stlariga orzu qilgan narsalari, biriga qasr, yana biriga dinorlarni berib jo'natdi. Va so'nggisi, u so'ragan narsa yodingizdami? Saroy ayollari avval unday qilmaslikni so'randilar, lekin Ibn Abi Omir shunday qilishga amr qildi. Uni eshakka teskari mindirib, ayollar ichida sharmanda qilindi. Shundan keyin qahramonimiz dedi: "Nega bunday qildim bilasizlarmi? Alloh azza va jalla barcha ishga qodir ekanini odamlar ko'rib qo'yishliklari uchun qildim", dedi rahmatullohi alayhi. Hojib al-Mansur Muhammad bin Abi Omir qaysi jangga qatnashgan bo'lsa, o'sha jang maydonidan tuproq olib, to'plab yurardi. Keyinroq janglarning birida og'ir kasal bo'lib qoldi. Shifokorlar unga zudlik bilan poytaxtga qaytib, davolanish kerakligini aytdi. Shunda Ibn Abi Omir: "Allohga qasamki, men shu yo'lda o'lishni orzu qilib yashadim. Men qaysi jangda qatnashgan bo'lsam, o'sha yerdan tuproq olib to'plaganman. Men vafot topganimda, jasadimni qabrga qo'yganingizda, ana shu tuproqlarni olib kelib, kafanim ustiga sochib qo'yinglar. Qiyomat kunida Alloh meni tiriltirib, ey Hojat, ey Mansur, nima ish qilding deb so'rasa, seni yo'lingda jon taslim qildim. Umrim diningni yoyish va musulmonlar xizmatida o'tdi deb aytayotganimda, shoyat mana shu tuproqlar menga guvohlikka o'tsa dedilar." Bu so'zlardan butun qo'shin yig'ladi. Butun Andalusiya yig'ladi. Alloh sizni rahmatiga olsin, ey sarkardamiz. Sizni hayot yo'lingiz haqida biz guvohlik beramiz. Yashab o'tgan Andalusiya xalqi guvohlik beradi. Mavzuni o'sha davrda Ispaniyada yashagan tarixchi Menendez Fidalning o'z qaydnomalarida yozib qoldirgan so'zlari bilan yakunlaymiz. Islom Ispaniyada shu qadar uzoq yashadiki, shimol nasroniylari tirik murdalarday. Ularga hayot tatimasdi. Xristianlar o'lpon to'lash va Umaviylar Andalusiyasiga xizmat qilish uchun yashardilar. Hojib Mansur qilgan bu qudrat nasroniylar ustida chorak asr davom etdi. U Efiopiyaning ko'plab shaharlarini zabt etib, dinsizlar ustidan g'olib keldi. Alloh yo'lida sabot, matonat bilan kurashdi. U haqida eshitganing sari taajjubga tushasan kishi. O'zim ham ba'zilardan uning zafarlari sahobalarga tenglashtirilgani haqida eshitganman. Tarixchi Abdulqodir Aydarus. Ummat tarixida Somaliya aholisi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Somali va uning xalqiga salbiy baho beruvchilar yanglishadi. Somalilik birodarlarimiz tashqaridan bo'lgan bosimlar va ichki kurashlar tufayli ko'pchiligi boshqa o'lkalarga qochib ketishga majbur bo'lganlar. Og'ir sharoitda yashayotganlari uchun ularga nisbatan noto'g'ri munosabatda bo'lmaslik kerak. Shuningdek, u yerda millatchilik kuchaygan bo'lishi ham mumkin. Somali o'lkasi islom ummati uchun tarix zarvaraqlarida o'chmas iz qoldirganidan ko'pchilikning xabari yo'q. Somalini qadimdan kambag'al, ocharchilikda kun ko'radi va urushdan boshi chiqmaydi deganlar, uni dunyodagi eng boy o'lka va qadimgi dunyoning savdo markazi bo'lganini bilib olsin. Somalilik dengizchilar va savdogarlar
qurilish uchun kerakli bo'lgan yog'ochlar, ko'plab qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda oltin va ziravorlar bilan ta'minlagan edilar. Somali, Fir'avn, Finikiya, Bobil, Gretsiya, Rim sivilizatsiyalari bilan, shuningdek, Saybi qirolligi hamda Efiopiya kabi qo'shni ülkelar bilan savdo aloqalarini o'rnatgan. Shu qatorda arablar bilan somaliliklar o'rtasida qadimdan savdo aloqalari bo'lib turgan. Islom kelganidan boshlab somaliliklar Arab yarim orolida arab musulmonlari bilan savdo qilib, dengizchilar va boshqa yurtdan ko'chib kelganlar ta'sirida islomga erta kirishgan. Ularga islomning eng yoqqan jihati odamlarga irqi, nasl-nasabidan qat'iy nazar bir xil muomala qilishlari bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan siyosiy va boshqa sabablarga ko'ra Somalidan boshpana izlab kelgan arablar ta'siri bilan u yerda islomga kirganlar soni yanada ko'paydi. Keyingi asrlarda islom dini keng tarqalgani bois Somali ahlining ko'pchiligi ixtiyoriy ravishda islomni qabul qildi. Shu bilan Somali yaqinidagi o'lkalar ham sekin-asta rivojlana boshlagan. Hozirgi poytaxti bo'lgan Mogadisho o'sha paytda islom shahri deb atalgan. 15-asr oxirida portugaliyaliklar Dabria Nadejda burnini kashf qiladilar. Bundan ko'zlangan maqsad biz maktabda o'qiganimizdek savdo qilish uchun emas, aksincha Madina shahriga borib, Rasululloh alayhissalomning qabrlaridan tanalarni qazib olib, uni Salohiddin Ayyubiy ozod qilgan Yerusalimga almashtirish bo'lgan edi. Portugaliya podshohi bu ishga Qonxo'r Vasco da Gamani tayinlagan. Bizga maktabda bu shaxsni tadqiqotchi va dengiz sayohatchisi deb o'qitilgan. U aslida musulmonlarni yo'q qilishni ko'zlagan qonxo'r salibchi bo'lgan. Uning maqsadi Afrikadan Osiyoga o'tib, so'ngra Makka va Madinaga hujum qilib, Hindiston va Sharqiy Osiyoni kuch bilan dindan qaytarish bo'lgan. Vasco da Gamani kim ekanini bilish uchun uni Sharqiy Afrikaga bo'lgan birgina bosqinchilik harakatida 300 ga yaqin masjidni vayron qilganini bilishlik kifoya. Bu portugaliyalik qonxo'r Ummon ko'rfazida kelayotgan yuzlab hojilarni suvga cho'ktirganini tarix hech qachon unutmaydi. Shuningdek, u musulmonlarga xizmat qilgan bir nechta kemani yoqib yuborganini tarixchilar aytib o'tadi. Portugaliyalik salibchilar Safaviylar bilan birga sunniy musulmonlarga qarshi ittifoq tuzib, Qizil dengizga kirishga muvaffaq bo'lganlar. Ular Makkadan uncha uzoq bo'lmagan Jidda shahriga yaqinlashib qolgandi. Lekin Allohning inoyati bilan Mamlukiylar bilan Usmoniylar, ayniqsa jasoratli Salim I va uning o'g'li Sulaymonxon Qonuniy ularning kemalarini tormor qilganlar. Qizil dengizning g'arbiy sohillarida Efiopiya salibchilari bilan Portugaliya imperiyasi o'rtasida yangi ittifoq tuzildi. Bundan ko'zlangan maqsad Afrikadagi musulmon o'lkalarga hujum qilib, Qizil dengizning sharqiy qirg'og'iga chiqib, payg'ambar alayhissalomning tanasini o'g'irlash bo'lgan. O'sha paytda Somalida Sultanat Adal nomli kuchli davlat tarkib topadi. Bu davlatni G'ozi yoki Fotih davlati deb atashadi. Ahmad ibn Ibrohim unga hukmdor etib tayinlanadi. Ahmad G'ozi ko'p ishda chap qo'lidan foydalangani uchun uni Chapaqay deb ham atashardi. U yosh kezlarida Harir shahrida bir necha ulamolardan tahsil olgan. So'ngra onasi va xolasi bilan Sayla shahriga ko'chib o'tishgan. U yerda tarix va tafsir ilmlarini o'rganib, Qur'on va hadisdan Alloh qodir qilgancha yod olgan. Tengdoshlari orasida o'tkir zehni bilan ajralib turgan. Yoshligiga qaramay, ulug' olimlardan bo'lib yetishgan. E'tibor bering, tarixda o'tgan har qanday buyuk shaxs avval ilm yo'lini bosib o'tgan. Xristianlarni yangi ittifoq tuzilganda, Somalilik bu bahodir ummatni himoya qilish uchun bel bog'laydi. Somali bahodirlari salibchilarni ogohlantirib, Efiopiyada o'zlarining yerida jang qilishlik uchun yo'lga chiqadi. Ahmad G'ozi salibchilarga qattiq hujum qilish natijasida mag'lub bo'lishini sezgan Efiopiya imperatori Portugaliya imperiyasidan madad kuchlar yuborishlarini so'raydi. Portugaliya Imom Ahmadga qarshi katta harbiy dengiz flotini yuboradi. Xristian alyans qo'shinini Vasco da Gamaning o'g'li Krishtovan boshqaradi. Shu payt dahshatli Xristian alyansi islom olamiga yalp safarbarlik e'lon qiladi. Usmoniylar xalifasi Ahmad G'ozi yetakchiligi ostida artilleriya bo'linmasini jo'natadi. Ahmad G'ozi bilan birga bosqinchilarning yo'lini to'sish uchun Yaman askarlari yetib keladi. Ahmad G'ozi rahbarlik qilgan bu ulug' islom alyansiga Efiopiya musulmonlari va boshqa o'lkalardan musulmonlar kelib qo'shiladilar. Natijada musulmon qo'shini bilan xristian qo'shini o'rtasida katta to'qnashuv yuzaga keladi. Musulmon alyansi salibchilarni tormor etib, ularning boshlig'i Krishtovan da Gamani asir olishadi. Sarvari koinot bo'lgan eng ulug' insonni qabrini ochmoqchi bo'lgani uchun uni o'lim jazosiga hukm qiladilar. Dar haqiqat u bunga loyiq edi. Uzoq yillar davomidagi g'alabaning natijasidan Ahmad G'ozi Efiopiya imperiyasining 4dan 3 qismini egallab, bir qancha salibchilar bahodirlarini mag'lub qiladi. Somalilik ulug' bahodir Alloh yo'lidagi shahidlikni juda orzu qilardi. Urush maydonlarida doim qo'shinni o'zi boshqarardi va oldi safda turardi. Chunki Ahmad G'ozining yagona orzusi mana shu yo'lda qon to'kish, mana shu yo'lda jonini topshirish edi. U niyatiga yetdi. Ahmad G'ozi shunday urushlarning birida salibchilar tomonidan qatl qilindi, shahid qilindi. Qahramonimiz tarix zarvaraqlarida misli ko'rilmagan odillik va fidokorlik aks etgan o'chmas izni qoldirib ketdi. Mo'g'ul va salibchilar istalgan qo'shinni mag'lub etishlari mumkin, ammo Beybarsni emas. Mavzuyimizni Rukniddin Beybarsni ayni Jolud jangiga kirishdan avval qo'shinga aytgan oltinga teng so'zlari bilan yakunlaymiz. Shom xaloskori, Quddus himoyachisi, Ayyubiylar ishini davom ettirgan ulug' sarkarda, Mo'g'ullarning burnini yerga ishqalagan sulton, Tampliyerlar kushandasi, Ritsarlarning dahshatli tushi, salibchilarning ashaddiy dushmani,
Misr qalqoni, Makka va Madina qo'riqchisi, ayni Jalut qahramoni, islom ustuni, ulug' podshoh, jangovar hiylalar ustasi, fathlar otasi, dasht qipchoq farzandi, Malik Zohir, Ruknuddin va dunyo, Beybaris Solih, Muzaffar bunduqdoriy. Sulton Beybars, mamlukiylarning sevimli sultonlaridan. Shom yerlarini mustamlaka qilgan Mo'g'ul va salibchilarning oxirgi tirgagiga barham berib, tarixga kirgan ulug' podshoh. Islom dini uchun jonini bir necha bor xatarga qo'ygan Beybars bizga yaqin yurtda tug'ilib voyaga yetdi. Qipchoq o'g'lon yoshlik chog'idayoq tengdoshlaridan mutlaqo ajralib turardi. U kelajakda ulug' ishlarni amalga oshirish kerakligini tushungandek, samolarga bir-bir qarab qo'yardi. Ammo qahramonimizning yulduzli karyerasi o'z yurtida bo'lishi bitilmagandi. 13-asr boshlarida dunyoni qora bulut qopladi. Kutilmaganda musulmonlar ustiga, yo'q insoniyat ustiga ulkan bir balo yopirildi. Mo'g'ullar istilosi boshlanib ketdi. O'sha fitna Ruknuddin Beybars oilasini ham chetlab o'tmadi. Xorazm shohlar davlatini yakson qilib, Osiyo mintaqasini rasvo qilgan mo'g'ullar kattalarni qilishdan o'tkazib, ayol va bolalarni qul qilib sotib yuborardilar. Mo'g'ul tatarlar qissasida doktor Rog'ib Sirjoniy shunday deydi. Qisqa fursat ichida katta bir imperiyani qurib, dunyoni yarmini egallash mahol ish. Ammo mo'g'ullar shunday qildi. Chunki ular Alloh azza va jalla tarafidan insonlar uchun yuborilgan balo edi. Qul bo'lib sotilgan Ruknuddin Beybars Alovuddin Aydegin bundoqdor qo'liga yetib bordi. U Beybarsni Misrdagi Roda oroliga barcha mamluklar qatori tarbiyalash uchun jo'natdi. Ruknuddin Beybarsda misli ko'rilmagan harbiy mahorat, jangovar iqtidor borligini ko'rgan Misr sultoni Najmiddin Ayub bin Muhammad uni shaxsiy qaramog'iga oldi. Juda kuchli bo'lib tarbiyalangan Ruknuddin Beybars Ayubiylar qo'mondoni bo'lishga erishdi. Salohiddin Ayubiyning davlati bo'lgan Ayubiylar mamlakatining armiyasi qullardan iborat edi. Ya'ni ular Misrda mamluklar deb atalardi. Ular qul edi. Ammo mamlakatning ikkinchi ustuni bo'lgan armiya o'sha mamluklardan iborat edi. Vaqt soati kelib Ayubiylar davlati nihoyasiga yetdi. Mamluklar davlat tepasiga keldilar. Avvaliga Misr sultoni Shajaratuddur ayol kishi bo'lib qoldi. Bu davr ancha fitnali davr bo'ldi. Lekin musulmonlar ustiga ayol kishi podshoh bo'lishi mumkin emasligini aytgan Izziddin Abdussalom rahmatullohi alayhining ra'yi bilan Shajaratuddur sultonlikdan ketdi. Ozroq vaqt o'tdi, mamlakat sultoni Xorazm shohlaridan bo'lgan Muzaffarxon Sayfiddin Qutuz bo'lish kerak bo'ldi. Ammo ular mamluklar, ular qullar rahbar bo'la olmaydi. Ulamolar sultoni bo'lgan Izziddin Abdussalom bunga ham qarshi bo'ldi. Bu paytga kelib mamlakatning deyarli barcha lavozimlarida mamluklar turardi. Olimning bu so'zidan keyin vaziyat chigallashib ketdi. Nima qilamiz? Borib Izziddin Abdussalomni qatl qilamiz deya mamluklarning bir jamoasi qurollanib, ulamo Izziddin Abdussalom uyiga chopishdi. Eshik qoqishgan edi, olimning o'zi eshikni ochdi. Chiqsa chopib tashlaymiz deb turgan boyagi mamlukiylar u kishidagi nurni, haybatni ko'rda qilishlari tushib ketdi. Olimning nazaridan qo'rqing, chunki u Allohning nuri bilan qaraydi. Vajohatda turgan amaldorlar Izziddin Abdussalomga qarab, "Ustozimiz, nega bunday deyapsiz?" deb so'rashdi. U kishi shar'iy hukm shu ekanligini aytib, faqat bir yo'li bor dedi. Sizlar qulsizlar. Sizlar sotilib ozod qilinishingiz kerak. Sizlardan tushgan pul davlat xazinasiga qaytarilishi kerak. Xuddi Izz ibn Abdussalom aytgandek bo'ldi. Katta rahbarlar, qo'shin generallari xalq oldida sotilib ozod qilindi. Ulardan tushgan pul xazinaga qaytarildi. Mana shundan keyin mamlukiylar davlati yuzaga keldi. Sulton Ruknuddin Beybars ham mana shu mamlukiylardan edi. U kishi Sayfiddin Qutuzdan keyin mamlukiylar sultoni bo'ldi. Mamlakat tepasiga kelgan Ruknuddin Beybars davlatda islohotlarni boshlab yubordi. Qurol-yaroqni takomillashtiruvchi ishxonalar, Nil atrofida tijorat bog'lari barpo qildi. Kemasozlik ishlarini yo'lga qo'ydi. Azhar masjidi va Xolid bin Valid masjidini tamomiga yetkazdi. Masjidun Nabaviyni, Quddusdagi Aqso masjidini yangi jihozlar bilan to'ldirdi. Ruknuddin Beybars asosan 1260-yili bo'lib o'tgan ayni Jalut jangida misli ko'rilmagan qahramonligi bilan eslanadi. 1260-yil o'rtalarida Xulaguxon taslim bo'lishni talab qilib Qohiraga keldi. Eronni buzgan, Abbosiylar xalifaligini vayron qilgan, Suriyani bosib olgan Mo'g'ul qo'shini deyarli Misr chegaralarida edi. Sulton Sayfiddin Qutuz bilan kelisha olmay qolgan Beybars boshqa yerlarga ketib qolgandi. Ammo Sayfiddin Qutuz uni chaqirib, yarashishni taklif qildi. Taklifni qabul qilgan qo'mondon Beybars Misrga qaytib keldi. U juda katta ehtirom ila kutib olindi. Chunki eshik oldida dushman turganda ikki birodarning arazlashishi mumkin emasdi. Buni Qutuz ham, Beybars ham yaxshi tushunib turardi. Ikki og'ayni saroyda o'tirar ekan, Mo'g'ul elchilari kirib keldi. Ular mamlukiylardan taslim bo'lishlarini so'radi. Kamiga Sulton Qutuz rahmatullohi alayhini haqorat qildilar. Ha, bu Mo'g'ullar shu darajaga yetgan edi. Ko'chada ketayotgan musulmonni chaqirib, unga qilichini ushlatib, o'zi dam olardi. Dam olib turgandan keyin o'sha qilich bilan musulmonni chopib o'ldirib ketaverardi. Musulmonlar qalbiga shu qadar vahm solishgan Mo'g'ullar Qutuz va Beybarsga ham ularning uyida turib shunday qo'pol muomala qildilar. Bu haqoratni eshitgan Ruknuddin Beybars qilichini chiqarib elchini ikkiga bo'lib qo'ydi. Shundan keyin urush bo'lishi aniq bo'ldi. Bu ikki og'aynilar Vo Islama deb nomlangan ayni Jalut jangida nima ishlarni amalga oshirganini kanalda yoritganmiz. Bilmasangiz albatta eshitib chiqing. Beybars 1261-yil Bag'dod xalifasi Mustansir Billahni xalifa deb tan oldi va buni Qohirada e'lon qildi. Endi Misr sultoni islom jangchisi sifatida Levant xristian davlatlariga, Quddus qirolligiga,
Antioxiya knyazligiga va Kilikiya, Sitsiliya, Fransiya, Arman davlatlariga qarshi muntazam ravishda mujohidlar bilan fath ishlarini boshlab yubordi. Sulton Rukniddin Beybars bir emas, ikki emas, 30 ga yaqin shaharni fath qildi va u yerlarga la ilaha illallohni olib bordi. Shuning uchun u tarixda Abul Futuh, fathlar, g'alabalar otasi degan nom oldi. Musulmonlar ichida katta obro' qozondi. Shom diyorlarida o'rgimchakdek eng qurib tashlagan salibchilarni tamoman tozalab tashladi. Tampliyer ritsarlari bilan jangga ketayotgan Rukniddin Beybarsni ayoli kuzatarkan shunday dedi: "Agar dinimiz dushmanlariga yutqazib qo'ysangiz, farzandingiz ko'ziga qanday qaraysiz? Agar bu kofirlarga bugun mag'lub bo'lsangiz, uyga qaytib kelmang", dedi. Allohu akbar. Ayollar, ayollar, har bir buyuk shaxsni o'qing ortida ayol turibdi. Nega Qutuzlar, Beybarslar, Buxoriylar, Termiziylar chiqmayapti? Chunki ularni tarbiya qiladigan ayolni o'zi yo'q hozir. Rukniddin Beybars Ludovik 9 va bir qancha Yevropa hamlalariga qarshi shiddatli janglar olib bordi. Beybars o'sha davrlarda ummat ustiga balo bo'lgan assassinlarni Suriyadagi oxirgi tirgagini tamoman parchalab tashladi. Rukniddin Beybars va Sayfiddin Qutuz o'rtasida bo'lgan so'nggi ishlarni aksar tarixchi olimlarimiz fitna deb aytadilar. Bu haqida ham o'rni bo'lganda albatta yoritamiz. Mavzuyimizni Rukniddin Beybarsni ayni Jolut jangiga kirishdan avval qo'shinga aytgan oltinga teng so'zlari bilan yakunlaymiz. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Hoy jangchilar, bugun haq mana shu yerda tugaydi yoki davom etadi. Hoy mujohidlar, jannat sizga qarab kelyapti. Unga qarab haqiqiy mu'mindek shoshiling. Hoy askarlar, dushman bizga qarab turibdi. Bugun ularning ko'zida yirtqichga aylaning. Ularni dahshatga soling. Bugun mag'lub bo'lsangiz, Alloh qabul qilmaydi. Bugun yutqazsangiz, ummat sizni qabul qilmaydi. Hozir taslim bo'lsangiz, bolalaringiz, ayollaringiz sizni qabul qilmaydi. G'alaba Allohdan va jangda intizomni saqlashdadir. Allohning zikrini bir soniyaga ham tashlab qo'ymang. Yelkangizda ummatni yuk turibdi. Uni o'z egalariga yetkazing. Hasbunallohu va ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'mal nasir. Allohu akbar. Turing, yo Muhammad alayhissalom, turing. Turing, ey Allohning payg'ambari. Sizga iymon keltirgan va sizni nomingiz bilan jang qilganlarga qarang. Bizga Allohning yordamini keltiring, ey Allohning rasuli. Bu so'zlar Usmoniylar taslim bo'lganidan keyin Birinchi jahon urushida Madinani britaniyaliklardan himoya qilgan Sahro yo'lbarsi, Usmoniylarning shtab kapitani, general-mayor Faxriddin Poshoga tegishlidir. Faxriddin Posho xalqning bosqinchi kuchlariga qarshi turishga yordam bergan qahramonlardan biri hisoblanadi. Faxriddin Posho turk xalq tarixida eng muhim shaxslardan biri bo'lib, u Madina-i Munawvarani himoya qilish tarixidagi eng sharafli kishilardan biri bo'lgan. Faxriddin Posho Madina mudofaasi va chigirtka iste'moli haqidagi hikoyalar bilan mashhur. Madinada qo'zg'olonchi Husayn ibn Ali qo'zg'olonga tayyorgarlik ko'ra boshlaganidan so'ng Faxriddin Posho 1916-yil 28-may kuni Madina-i Munawvaraga safarbar qilindi. Faxriddin Posho isyonchilardan oldin Madinaga yetib keldi va u yerda mudofaa choralarini ko'rdi. Husayn ibn Ali 3-iyun kuni Madina atrofidagi temir yo'l va telegraf yo'llarini vayron qildi. 5-6-iyun kunlari Madinaning kichik harbiy lagerlariga hujum qilganiga qaramasdan, Faxriddin Posho uni to'xtatishga muvaffaq bo'ldi. Faxriddin Posho Madinani himoya qilayotganda birinchi qilgan ishi shahardagi muqaddas yodgorliklarni va bir qancha qo'lyozmalarni dushman qo'lga kiritib qo'ymasligi uchun Istanbulga jo'natish edi. Ushbu qo'lyozmalarning aksariyati Usmoniylar ma'murlari tomonidan Madinadagi kutubxonalarga yuborilgan. Hozirda Topkapı saroyidagi Madina kutubxonasida 500 ga yaqin qo'lyozma saqlanmoqda. Tarixni saqlashda turklarga yetadigani yo'q. Arablarchi, ular Amerika urf-odatlarini yaxshi saqlaydilar. Yevropa madaniyatini yaxshi saqlaydilar. Yevropa futbolchilarini yaxshi himoya qiladilar. Ronaldo yuradigan joyga axlat to'ksangiz $700 jarima to'laysiz. Ammo Rasululloh kelib o'tirgan Hudaybiya sulhi bo'lgan tarixiy joy axlatxonaga aylanib ketsa ham bitta arabning ishi yo'q. Faxriddin Posho Madinada bo'lgan davrda mintaqadagi arablar bilan yaqin aloqada bo'lib, ular bilan ish boshlashni taklif qildi. Biroq Makka hokimi G'olib Poshoning qobiliyatsizligi tufayli avj olgan qo'zg'olonlar natijasida muqaddas Makka shahri isyonchilar tomonidan bosib olindi. Qolaversa isyonchilar qisqa vaqt ichida Madina tashqarisidagi shaharlarni egallab oldilar. Faxriddin Posho esa imkoniyatlar cheklanganiga qaramay, Madina shahrini himoya qilishda davom etdi. Isyonchilar Makka yaqinidagi Hijoz temir yo'lining Mudovvara stansiyasini musodara qilgandan keyin Faxriddin Posho bo'lib turgan Madina qal'asi qurolli kuchlar bilan o'rab olindi. Shunday qilib, Faxriddin Posho cho'l o'rtasida hamma narsadan mahrum qilingan qal'ani himoya qilishga kirishdi. Faxriddin Posho va qolgan aholi ko'maksiz, ochlik, tashnalik va xastalikdan azob cheka boshladilar. Ushbu holatda Faxriddin Posho 1918-yil 7-iyun kuni chigirtkani yeyish to'g'risida bayonot bilan chiqdi. Bismillahirrohmanirrohim. Hoy odamlar, chumchuqning chigirtkadan qanday farqi bor? Uning patlari yo'q, lekin chumchuqdek qanotlari bor va chumchuq kabi uchadi. O'simliklar bilan oziqlanadi. Toza va tabiiy narsalarni iste'mol qiladi. Badaviylarning ham asosiy taomi chigirtkalardir. Ular o'zlarining salomatligi va muvofiqligini chigirtkalarni iste'mol qilish bilan saqlab qoladi deya, och qolayotgan xalqni chigirtka yeyishga undadi. To'g'ri, bizga biroz g'alati eshitilishi mumkin.
Lekin chigirtka bu halol mavjudot. Uni yeyish mumkin. Payg'ambar alayhisalom ham bir necha g'azotlarda sahobalari bilan chigirtka yegani to'g'risida hadislar bor. E'loz Sunan kitobida ham chigirtka halol ekanligiga ijmo qilingan deb aytiladi. Xullas Faxriddin Pasha shifokorlarga chigirtkalarni tahlil qilib ko'rsatdi va xususiyatlarini ta'riflab, maqtaganidan keyin chigirtkani 4 xil usulda tayyorlash yo'llarini ko'rsatib berdi. Birinchi jahon urushida mag'lubiyatni qabul qilgan Usmoniylar imperiyasi 1918-yil 30-oktyabr kuni Mudros sulhini imzoladi. Shartga ko'ra Madinadan jo'nab ketishi talab qilingan Faxriddin Pasha buni qabul qilmadi va taslim bo'lmagan holda Mudrosdan so'ng Madinani yana 72 kun himoya qildi. Biroz vaqt o'tib Istanbul uni ishdan bo'shatib, o'rniga taslim bo'lish bo'yicha muzokara olib borgan polkovnik Ali Najibni tayinladi. Ammo britaniyaliklar va arablar Faxriddin Pashoni talab qildilar. Shunda Ali Najib britaniyaliklar bilan mas'uliyatni topshirishga kelishib olishdi. Ali Najib va uning hamrohlari payg'ambar Muhammad alayhissalomning qabri yaqinida yashab turgan va taslim bo'lmagan Faxriddin Pasha huzuriga borishdi. Faxriddin Pasha birodarlari hol ahvol so'ragani keldilar deb o'yladi. Lekin Ali Najibning tarafdorlari Faxriddin Pashoning yuziga kul sepib, tepkilab, o'las qilib kaltaklab ketishdi. So'ng arqonda bog'lab 1919-yil 10-yanvar kuni u zotni inglizlarga topshirdilar. Xoinlarga Alloh kifoya qilsin. Sodiq Pasha o'zi aytadi: "Ana shu kun hayotimdagi eng og'riqli va dahshatli kun edi." Madina shahar qahramonining to'liq ismi Umar Faxriddin bo'lgan. Faxriddin Pasha 1868-yilda hozirda Bolgariyaning Rusiya shahrida tug'ilgan. 1891-yilda harbiy maktabni tugatgach, shtab kapitani sifatida Usmoniylar qo'shiniga qo'shilgan. U Bolqon urushi va Birinchi jahon urushi yillarida turli jabhalarda xizmat qilgan. Madina Munavvarani jasorat bilan himoya qilgani uchun u Sahro yo'lbarsi unvoniga sazovor bo'ldi. 1919-yil 27-yanvar kuni u sotqinlar yordamida qo'lga olinib, urush asiri sifatida Misrga olib ketildi. 1919-yil 5-avgust kuni Maltaga surgun qilingan va 2 yil 33 kun asirlikda qolgan. Inglizlar u kishidan harbiy liboslarni yechishni talab qilganida, inglizlarning oldida hech ikkilanmay, "Men harbiy maktabni tugatgandan beri bu formani yechmaganman" deya Usmoniylar armiyasi formasini yechishdan bosh tortadi. Pasha surgunda bo'lganida bosqinchi kuchlardan tuzilgan Namrud Mustafa mahkamasi tomonidan o'limga hukm qilindi. Biroq 1921-yil 8-aprelda yangi tashkil etilgan Anqara hukumati sa'y harakatlari bilan ozod qilindi. Shundan so'ng Rossiyada bir muddat xizmat qilgandan so'ng Anadoluga qaytdi. 1921-yil 9-noyabr kuni Faxriddin Pasha Turkiyaning Afg'onistondagi elchixonasiga tayinlandi va xizmat davrida afg'on-turk do'stligi yaxshilanishiga muvaffaq bo'ldi. 1926-yil 12-mayda Turkiyaga qaytib, harbiy apellyatsiya sudida ishladi va 1936-yil 5-fevral kuni general-mayor lavozimida iste'foga chiqdi. Qahramonimiz 1948-yil 22-noyabr kuni yurak xurujidan vafot etdi. Hozirda esa Turkiyaning Istanbul shahrida joylashgan Ashiyan qabristonida qo'nim topgan. Ey Allohning suyukli payg'ambari, men sizni hech qachon tark etmayman. Madina qasrini qamal qilinishi boshlanishidan oldin Istanbul hukumati Faxriddin Pashodan qal'ani ko'chirishni so'ragandi. Ammo Faxriddin Pasho: "Men hech qachon turk bayrog'ini Madina qal'asidan o'z qo'lim bilan tushirmayman. Agar bu qal'ani joyini o'zgartirishni xohlasangiz, bu yerga boshqa qo'mondan olib kelganingiz ma'qul" deydi. 1918-yilning 2-aprelida Faxriddin Pasho turk bayrog'ini yelkasida ko'targancha juma xutbasini o'qidi va Muhammad alayhissalomning qabrlarini ko'rsatib: "Yo Allohning payg'ambari, yo Allohning rasuli, men sizni hech qachon tark etmayman. Men shu yerda ekanman, sizning oldingizga najaslar qadam izi qila olmaydi." Sahro yo'lbarsi shu tariqa umrining katta qismini Rasulullohning himoyasida o'tkazdi. Naqadar baxtli inson, naqadar sharafli ish. Turkiya respublika deb e'lon qilingandan keyin unda bir partiyali tizim o'rnatilib, faqat bitta partiya, zamonaviy tarkibiy qism davlat asoschisi Mustafa Kemal Atatürk tomonidan asos solingan Respublika Xalq partiyasi monopoliyaga egalik qildi. Biroq 1945-yil mamlakatda yangi partiyalar tashkil qilishga ruxsat etilgach, vaziyat o'zgardi. Bundan RXP sobiq a'zolari Adnan Menderes va yana bir qancha sheriklari foydalanib qoldi. Ular 1946-yil Turkiya jamiyat hayotini demokratlashtirish va iqtisodiy islohotlarni boshlashga da'vat bilan Demokratik partiyaga asos soldilar. Turkiya aholisi asosan bir partiyaning siyosiy monopoliyasidan charchagandi. Buning ustiga mamlakat iqtisodiy holatiga Ikkinchi jahon urushi asoratlari ham aks etdi. Garchi Turkiya jang qilmagan bo'lsa-da, uning iqtisodiyoti Yevropa bilan yo'lga qo'yilgan savdo aloqalari uzilishidan kuchli ziyon ko'rgandi. Demokratik partiya odamlarga iqtisodiy ko'tarilishni va erkinliklarni va'da qildi. 1950-yil Demokratik partiya parlament saylovlarida g'olib chiqib, yangi hukumatni shakllantirdi. Spiker lavozimini Rofiq Qaloltan, prezident lavozimini Jalol Bayar, bosh vazir lavozimini esa Adnan Menderes egalladi. Yangi bosh vazirning ilk farmoyishlaridan biri arab tilida azon aytilishga qo'yilgan taqiqni bekor qilish bo'ldi. Bungacha 18 yil davomida Atatürkning buyrug'i bo'yicha azon turk tilida aytilardi. Adnan Menderesning farmonidan keyin Istanbulda Allohu akbar deya azon yangray boshladi.
Istanbul ko'chalarida ketayotgan musulmonlar 18 yildan keyin ilk marta arab tilida azonni eshitishgach, ko'chalarda yurgan butun musulmonlar yerga sajda qilib, qattiq yig'lashdi. Ta'kidlash joizki, Turkiyada respublika e'lon qilingandan so'ng kamolchilar jamiyat hayotini dindan to'liq siqib chiqarish uchun shafqatsiz kurash e'lon qilgandilar. Din davlatdan mutlaq ajratilgandi. Usmoniylar tarixi bilan har qanday aloqani uzish maqsadida arab alifbosi lotin alifbosiga almashtirildi. Diniy ta'lim muassasalari hukumat nazorati ostiga olindi. Hatto dam olish kuni ham juma kundan yakshanbaga ko'chirildi. Islomiy liboslar taqiqlandi. An'anaviy feskalar o'rniga qonunchilik tartibida Yevropacha rusumdagi shlyapalar joriy qilindi. Yevropa liboslarini majburiy ravishda joriy qilinishiga qarshi chiqqan, bunday amaliyotni to'liq qoralaydigan kitob chiqargan juda ko'p islom ulamolari sud tomonidan osib o'ldirishga hukm qilindi. Ularni qo'llab-quvvatlagan boshqalar esa turli muddatga qamoq jazosiga mahkum etildi. Menderesning hukmronligi davrida radio orqali diniy eshittirishlarga ruxsat berildi. U Otaturk partiyasi vakillari davrida aql bovar qilmaydigan musulmon hokimiyatlari bilan va olimlar bilan tez-tez muloqot qilishdan tortinmadi. Shariat qonunlarini qayta tiklash istagida ekanlikdagi ayblovlarga javoban Menderes davlatning dunyoviy tomoni dinni tan olishni taqiqlashdan ko'ra inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishni anglatadi deya javob berardi. Menderes iqtisodiy sohada Turkiya iqtisodiyotining yillik 12% o'sishini ta'minlagan islohotlar o'tkazdi. Uning hukumatı mamlakat iqtisodiyotining asosi bo'lgan qishloq xo'jaligiga yirik investitsiyalar kiritdi. Ko'plab infratuzilma obyektlari, jumladan yo'llar, sug'orish tizimlari, yirik elektr stansiyalari qurildi. Qurg'oqchilikdan aziyat chekkan Anatoliyaning ko'plab qishloqlari ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Menderes o'z faoliyatida AQSh va SSSR o'rtasida mohirlik bilan harakat qilib, ikkala gegemon davlat bilan teng siyosat olib bora oldi. Muvaffaqiyatli iqtisodiy siyosat uning partiyasi yana 2 marta parlament saylovlarida g'olib chiqish va 10 yil davomida hukumat tepasida qolishga imkon berdi. Ularning barchasi hukumatda monopoliyani qo'ldan chiqarishni istamagan va 1960-yil harbiy to'ntarish uyushtirishga qaror qilgan kamolchilarning jahlini chiqarmasligi mumkin emasdi. Ana shu ishlardan keyin Turkiya Demokratik partiyasi tarqatib yuborildi. Menderes va uning yaqin safdoshlari hibsga olindi va sud qilindi. 3 kishi, Menderesning o'zi, Moliya vaziri Hasan Polatxon va tashqi ishlar vaziri Fatin Zorlu o'lim jazosiga hukm qilindi va osib o'ldirildi. Yuzlab sobiq parlament a'zolari va hukumat vazirlari turli muddatga qamoq jazosiga hukm qilindi. Biroq turk xalqi Menderes va mamlakatni rivojlantirishga qo'shgan hissasini, eng asosiysi Usmoniylar paytidagi ruhni oz bo'lsa-da odamlarga qaytara olgan xizmatlarini hech qachon unutmadi. 1990-yil Menderes, Polatxon va Zorlu reabilitatsiya qilindi. Mamlakatda aeroport va universitet Menderes sharafiga nomlandi. Turkiyaning hozirgi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Menderes va uning safdoshlari qatl etilgunga qadar ushlab turilgan qamoq joylashgan Yassiyada orolida ozodlik kompleksi tashkil qilinishi va uning ekspeditsiyalarida 1960-yil 27-may harbiy to'ntarish qurbonlari haqida xotira aks ettirishini ma'lum qildi. Adnan Menderesdan Alloh rozi bo'lsin. U surgunga uchragan buyuk sulton Abdulhamid oilasini ham vataniga qaytargani haqida mavzu chiqargandik. Hozir birato'la o'sha ko'zlarni yoshlovchi qissani ham ushbu mavzuda sizga yana bir bor eshittirishga qaror qildik. Otaturk inqilobidan so'ng Usmoniylar oilasini uy kiyimlari bilan Yevropaga surgun qilishdi. Sultonning farzandlari va xotini yolvorishdi. Bizga Shom, Iordaniya yoki Misrga ketishga izn bering. Bizni Yevropaga jo'natmang. Ammo G'arbning ta'limoti ochiq-oydin ulardan intiqom olish, ularni xorlashdi. Ularning ba'zisini yahudiylar makoni bo'lmish Salonikiga, ba'zisini Yevropaga surgun qilishdi. Usmoniylarning oxirgi sultoni, Sulton Vahiduddinni xotini bilan kechasi Fransiyaga surgun qilishdi. Butun mol va egalik qilgan narsalarini musodara qilishdi. Ularni bir chaqasiz uy kiyimlari bilan chiqarib yuborishdi. Sulton Vahiduddinning o'g'illari Parijda yuzlarini berkitib tilanchilik qilib yurishardi. Sulton Vahiduddin vafot etgach, Fransiya cherkovi uning jasadini bermadi. Sababi uni do'konlardan, bozorlardan qarzi ko'payib ketgandi. Musulmonlar pul yig'ishib, uni qarzlarini to'lashdi va cherkovdan jasadini olishdi. Va u kishini Shomga jo'natib, o'sha yerda dafn qilishdi. Ular haqida birinchi bo'lib Turkiya bosh vaziri Adnan Menderes surishtirdi va Fransiyaga bordi. U mening otalarim, onalarim qayerda deb surishtirardi. Oxiri Parijdagi bir kichkina qishloqqa bordi. U yerda bir korxonada xalifa Abdulhamidning zavjasi, 85 yoshga kirgan Shafiqa xonim va 60 yoshga kirgan qizi Oysha xonimlar arzimagan pul evaziga idish-tovoq yuvishardi. Adnan Menderes yig'lab ularning qo'llarini o'pa boshladi. Oysha xonim uni tanimay, "Sen kimsan?" deya so'radi. Menderes Turkiya bosh vaziri ekanini aytgach, uni qo'llaridagi idishlar yerga tushib ketdi va "Qayerda eding? Juda kech qolding. Juda ham kech qolding" dedi va hushidan ketib yiqildi. Mana shundan so'ng Adnan Menderes hukumatni ularni Turkiyaga olib kelishga ming azob bilan ko'ndirdi. Hukumat faqat ayollarni olib kelishga ruxsat berdi. Abdulhamid va Vahiduddinning o'g'illarini Najmiddin Erbaqan o'zining davrida afv haqida qaror chiqarib, keyinchalik ularni ham Turkiyaga olib keldi. Adnan Menderesni mahkamaga tortgan masalalar ichida unga davlat mulkini o'g'irlab Usmoniylar oilasiga sarflaganlik aybi ham bor edi. Chunki Adnan Menderes hayit bayramlarida ularni ziyorat qilib, o'zini maoshi, shaxsiy mulkidan ularni ta'minotini qilib qo'llab turardi.
1961-yil iyul oyida Adnon Mandarasni dorga osishdi. Aynan shu oyda Abdulhamidning ayoli va qizini jaynamoz ustida jon bergan hollarida topishdi. Mana shu ishlar biz musulmonlarning ko'pi ko'r-ko'rona taqlid qilayotgan g'arbning asl basharasidir. Biz bu cho'llarda sut va xurmo yeb ham hayot kechirganmiz, janob Henri Kissinger. Yana o'sha hayotga qaytishga tayyormiz. Ammo AQSh va G'arb buni qanday uddalay oladi? Saudiya podshohi Malik Faysal ibn Abdulaziz rahimahulloh. Malik Faysal ibn Abdulaziz Saudlar oilasining eng ko'zga ko'ringan va butun xalq, ulamolar yaxshi ko'rgan qirol. Falastin xalqining bag'riga shamol tegishiga sabab bo'lgan afsona. 1918-yil Faysal 14 yoshli o'smirlik paytidayoq otasi Abdulazizning topshirig'iga binoan dunyodagi ko'plab mamlakatlarga tashrif buyurdi. 29 yoshida esa Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vazirligini boshqara boshladi. Biroq Abdulaziz oilasining hashamatli va erkalatib yuborilgan hayoti, yuksak martabasi Faysalni buzmadi. Qirollik fuqarolari uni kamtarligi, ta'sirchanligi va oddiy hayot tarzi uchun juda sevardi. U bolaligidan islomga sadoqatli bo'lib, tez-tez musulmon olimlar bilan muloqot qilardi. Qirol taqvodor, solih inson edi. Faysal hukumat tevasiga kelgach, qirollikning sharqiy qirg'og'ida dastlabki suvni tozalash zavodi qurildi. To'g'onlar barpo etildi. Butun boshli avtomobil yo'llari tarmoqlari qurildi. Zamonaviy portlar, neftni qayta ishlash zavodlari, metallurgiya zavodlari barpo etildi. Ommaviy axborot vositalari so'nggi texnikalar bilan modernizatsiya qilindi. Qisqa vaqt ichida butun mamlakat bo'ylab oliy ta'lim muassasalari, jumladan harbiy aviatsiya oliy bilim yurti, metallurgiya va neft universiteti tashkil qilinib, Saudiyada ulkan islohotlarni boshladi. Bu ishlar bilan tobora G'arb va AQSh uchun Malik Faysal epga solib bo'lmaydigan odam bo'lib chiqdi. Qirol darhol Saudiya Arabistoni tashqi siyosatidagi yo'nalishlarni isloh qilib, arab mamlakatlarini integratsiya qilish va Isroil bosqiniga qarshi kurashish, o'z madaniyatini saqlash kafolati va arab dunyosini birlashtirish lozimligini bildirdi. 1965-yilning aprelida Makkada Faysalning tashabbusi bilan Butunjahon islom konferensiyasi chaqirildi. 1967-yil Isroilning arab mamlakatlariga qarshi urushi Saudiya Arabistoni siyosatiga jiddiy tuzatishlar kiritdi. Urush sharoitlarida Faysal barcha arab mamlakatlari bilan munosabatlarni mustahkamladi. Iordaniya hududiga saudiyaliklar qo'shinini jo'natdi. Xavf xatar oldida arab dunyosidagi deyarli barcha qarama-qarshiliklar ikkinchi darajaga tushdi. Arab dunyosida Isroil agressiyasi va AQShning 200lamachi siyosatiga qarshi keskin choralar ko'rila boshlandi. 1969-yilning avgustida Masjidul Aqsoga o't qo'yildi. G'azab o'tiga mingan Malik Faysal oliy darajada musulmon mamlakatlari konferensiyasi chaqirish taklifi bilan chiqdi. Anjuman 1969-yil sentyabrida Marokashda bo'lib o'tdi. Quddusni qaytarish va Falastin xalqini himoya qilish masalasida musulmonlar o'rtasida yakdillikka kelindi. 1971-yil Buyuk Britaniya Fors ko'rfazi hududidagi bir qator amirliklar ustidan nazoratni to'xtatdi va u yerdan o'z qo'shinlarini olib chiqishga majbur bo'ldi. Bahrayn, Qatar, Birlashgan Arab Amirligi, Ummon kabi mustaqil davlatlar tashkil qilindi. Bunday yangicha sharoitlarda qirol Faysal islom dini yaqin sharq mamlakatlarini birlashtiradigan platforma bo'la olishi haqida gapirardi. Bu esa 200lamachi AQSh va G'arb uchun juda xavotirli bayonotlar edi. Ularning musulmonlar ustida tuzgan 100 yillik rejalari barbod bo'lish arafasida turardi. 1973-yil 6-oktyabrda Arab-Isroil urushi yana avj ola boshladi. Qirol Faysal zudlik bilan Isroilni qo'llab-quvvatlaydigan barcha mamlakatlarga nisbatan neft embargosi e'lon qildi. Neftni uzib qo'ydi. Subhanalloh. Bu o'sha paytda AQSh va G'arb uchun dahshatli hodisa edi. Yetmaganidek Malik Faysal boshqa arab davlatlarini ham bu ishga qo'shilishga chaqirdi. Barcha arab davlatlari qirolning chaqirig'iga labbay deb javob berdi. Buning natijasida G'arb mamlakatlarida keskin inqiroz boshlandi. G'arbning hukmron doiralari hayratda qoldilar. Qirol ochiqchasiga ularning qoidalariga o'ynamadi. Qo'shma Shtatlar va Saudiya Arabistoni rahbarlari o'rtasida jiddiy muzokaralar boshlandi. Faysal bir so'zlik edi va hech qachon kulmasdi. AQSh elchisi bilan qirol o'rtasidagi muzokaralar eng jiddiy nuqtasiga yetib keldi. AQShning tashqi ishlar vaziri Henri Kissinger va Saudiya qiroli Malik Faysal o'rtasida bo'lib o'tgan muzokara haqida sizga hikoya qilib beramiz. AQSh elchisi Faysalga iqtisodiy embargo bilan tahdid qildi, ya'ni iqtisodiy qamal. Shu payt qirol birdan jim bo'lib o'ylanib qoldi. Uzoq sukunatga cho'mdi. Malik Faysal o'rnidan turib, elchiga saroydan tashqariga chiqishni taklif qildi. Ular limuzindan chiqqanda ko'z o'rnida bepoyon cho'l yastanib yotardi. Qaynoq havo o'pgan kuydirib yuboradiganday edi go'yo. Elchi nega chiqdik deb savol bergandek qirolga qaradi. Faysal uni badaviylar chodiriga taklif qildi. Chodir ichida bir ko'za zamzam suvi va bir necha dona xurmoni ko'rsatib, qirol mag'rurlik bilan o'zining oltinga teng so'zlarini aytdi. Ana u tuyalarni ko'ryapsizmi? Bizning ota-bobolarimiz ana shularni boqib, sutini ichib, mana shunday yashab o'tganlar. Biz sizlardan farqli ravishda jon saqlay olamiz va o'sha hayotga yana qaytishga tayyormiz. Ammo AQSh va G'arb neftsiz buni qanday uddalay oladi? Mana shu payt elchi Henri Kissinger hazil qilmoqchi bo'lib shunday dedi. Bizning samolyotimiz uchishi uchun yonilg'i quyib bersangiz, uni yonilg'isi tugab ucha olmay turibdi. Biz siz so'ragan narxda pulini to'laymiz dedi, xiyonatkor ko'zlari bilan jilmayib.
Malik Faysal bu so'zlarga umuman jilmaymasdan shunday javob berdi. Rozi bo'laman, faqat bir shart bilan. Men qaro odamman. Ehtimol tez orada o'lishim mumkin. Men Aqsoda namoz o'qimoqchiman. Siz va AQSh mana shu istagimni qondira olasizmi? Bu so'zlarni eshitgan AQSh elchisi hayratda qotib qoldi. Malik Faysalning bu so'zlari uning musulmon dunyosidagi mavqeini keskin oshirib yubordi. O'sha davrda olimlarga qisu bo'lgan bir payt edi. Malik Faysal barcha zabardast ulamolarni Saudiyaga qabul qildi. 1975-yil Malik Faysal yana AQShga tashrif buyurdi. Bu safar ham inglizlar va sionistlar bir natijaga erisha olmadilar. 25-mart kuni qirol endigina AQShdan qaytib kelgan payt Malik Faysalga suiqasd uyushtirildi. O'z jiyani rasmiy marosim paytida uni otib tashladi. Sotqinlarga Allohning la'nati bo'lsin. Sevimli qirolning o'limi butun Saudiya Arabistoni xalqini chuqur qayg'u va g'am-g'ussaga botirdi. Hamma qotillikda AQShning MRBsi va Isroilning Mossad tashkilotining qo'li borligidan shubha qilardi. Biroq Faysalning fojiali o'limi haqidagi sir Abdulaziz Saud oilasining saroy devorlari ortida qoldi. Agar dushman qo'lida vafot etgan bo'lsa, Malik Faysalga shahidligi muborak bo'lsin. Alloh uni o'zi Firdavs bilan mukofotlasin. Mana shunday qilib, qirollikning bo'ronli hayoti bir lahzada xiyonatkorlar tarafidan to'xtatildi. Hozir esa arablar nima ishlarga qo'l urayotganlari hech kimga sir emas. Rasululloh alayhi salom hadislarida aytganidek, qo'shnisini it qopayotgan bir paytda kim o'zishga bino qurib, qanday qilib yana ham zo'r hayot haqida tashvish qilayotganlar, menga afsus, arablardir. Bir kuni 12 yoshli bolakay qo'l mehnati bilan ishlab topgan puliga sotib olgan velosipedini o'g'irlatib yuboradi. O'g'rini tutishga u hali yoshlik qilish sababli politsiyaga murojaat qilib, o'g'rini ta'zirini berish uchun uni tutib berishlarini so'raydi. Bolakaydagi jur'at va matonatni ko'rgan politsiya xodimi uni boks olamiga olib boradi. Ko'p o'tmay o'sha 12 yoshli bolakay boks olamida misli ko'rilmagan natijalarni qayd etadi. Tarixda islom dinini qabul qilgan mashhurlar yoki dinga qaytganlar haqida o'qib o'rgansangiz, aksariyati faoliyatini tugatib, cho'qqidan tushib, qarib qolganda islom haqida o'ylashni boshlagan bo'ladi. Lekin bu bolakay faoliyatini cho'qqisida islom uchun barcha narsadan voz kecha oldi. O'zini payg'ambar alayhissalom ismi bilan atashlarini so'ragan bu yigit mashhur bokschi Muhammad Ali edi. Ali 1942-yilda AQShning Kentucky shtatida Cassius Marcellus nomi bilan dunyoga keladi. Alining bolalik paytlari AQShda irqchilik avj olgan yillarga to'g'ri keladi. Oq tanli va qora tanli atamasi Amerikada shu qadar keng yoyiladiki, oq tanlilarning hojatxonasi alohida bo'lib, unga qora tanlilar kirishi mumkin emasdi. Undan uyog'idagi ahvolni o'zingiz tasavvur qilib qo'yavering. Alining oilasi ham bunday kamsitishlarga juda ko'p duch keladi. 16 yoshgacha 100 dan ortiq jang qilib mag'lub bo'lmagan Muhammad Ali 1960-yilda Rimda o'tkazilgan Olimpiya o'yinlariga qo'shtirnoq ichida oq tanlilar mamlakati bo'lmish AQSh sharafini himoya qilib Olimpiadaga qatnashadi. Olimpiadada chempion bo'lib oltin medal yutgan Muhammad Ali AQShda iliq kutib olinmaydi. Hattoki Olimpiya chempioniga restoranga kirishga ham ruxsat berishmaydi. Sababi oddiy edi. Restoran oq tanlilar uchun. Bundan qattiq xafa bo'lgan Muhammad Ali Miami shahrida suv bo'yiga borib, u yerda juda yig'laydi. AQSh uchun yutilgan Olimpiya oltin medalini olib, suvga uloqtiradi. Ana shu asnoda insonlar tarafidan kamsitilgan bu qora tanliga Allohning inoyati, rahmat nurlari yog'iladi. Miami'da yig'lab o'tirarkan, tasodifan ko'zi masjidga tushib qoldi. U yerga yaqinroq borib qaradi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, masjidda oqlar bilan qoralar bir safda turib ibodat qilishayotgandi. Ali namoz tugashini kutib turdi. Namozdan keyingi holatni ko'rgan Ali ho'ngrab yubordi. Namozni tugatgan oq-qora musulmonlar bir-birlarini bag'riga bosib xayrlashardilar. Bu qanaqasi? Ko'zim nimani ko'ryapti? Bu qanday din? deya Alining qalbi larzaga keladi. O'shandan boshlab islom diniga qiziqishni boshlagan Ali tez-tez masjidga qatnaydigan bo'ldi. Islom dini haqida ko'proq bilishni istardi. 1960-yildayoq Ali islom dinini qabul qilgan, ammo uni yashirardi deb aytadi amerikalik muxbirlar. Muhammad Ali 1964-yilda professional boksda og'ir vazn toifasida mutlaq jahon chempionligini qo'lga kiritadi. Chempionlik kamarini qo'lga kiritgan Ali islom dinini qabul qilganligini e'lon qiladi. O'sha kundan boshlab u Cassius emas, Muhammad Ali ekanini ham ma'lum qiladi. Muhammad Ali 70-yillar atrofida 5 karra yil sportchisi. Og'ir vaznda mutlaq jahon chempioni. 1999-yilda asr sportchisi deya tan olinadi. Ali islom dini haqida shunday aytib beradi. Jahon chempionligi kamarini taqayotib, bundan yuqori martaba yo'q deb o'yladim. Ammo hozir islom ne'matidan so'ng endi haqiqiy yuksak darajada ekanimni his qilyapman. Muhammad Ali nafaqat boks olamida mashhur inson. U o'z vaqtida 2 yirik davlat, AQSh va Sovet ittifoqiga qarshi chiqqan musulmon sifatida ham tarixga kirgan. 67-yillar oralig'ida AQSh Vyetnamga bostirib kirib, qirg'in uyushtira boshlaydi. Muhammad Ali bu urushga birinchilardan bo'lib qarshi chiqadi. AQSh boshqa bir davlat aholisiga zulm qilayotgani, o'zining e'tiqodiga to'g'ri kelmasligini aytib, urushdan bosh tortadi. 67-yil oxirida Ali harbiy xizmatga chaqiriladi. Yuksak matonat egasi bo'lgan Muhammad Ali AQSh harbiy xizmatiga borishdan rasman bosh tortadi.
Buning barchasiga Vyetnamda AQSh tomonidan uyushtirilayotgan qirg'in barot sabab edi. Ali bu urushga bor kuchi bilan qarshilik ko'rsatdi va Vyetnam aholisiga tasalli berdi. Amerika talablariga ijobat qilmagani uchun AQShdagi boks assotsiatsiyasi Alini pro boksdan chiqarib yuboradi. Sal o'tib esa butun jahon boks qo'mitasi Muhammad Alini jahon chempioni unvonidan ham mahrum qiladi va barcha musobaqalardan chetlatadi. Zulmga qarshi chiqqani uchun Alini boridan ajratib yubordilar. Ammo islom bilan sharaflangan Aliga bularning birortasi ta'sir qilmadi. Aksiga olib butun dunyo bo'ylab Muhammad Alining shon sharafi yanada oshib ketdi. Barcha narsasidan mahrum bo'lgan Ali qayerga bormasin minglab odamlar uni o'rab olishardi. 1971-yilda AQSh Oliy sudi Alini oqlaydi. Unga barcha unvonlari qaytarib berildi. Muhammad Ali yana ringga qaytib, AQShni emas, islom sharafini himoya qilib janglar o'tkazardi. 1978-yilda Ali O'zbekistonga ham tashrif buyurib, ulug' zotlardan qolgan tarix bilan yaqindan tanishadi. 1979-yilda esa sobiq Sovet ittifoqi Afg'onistonga urush ochadi. Musulmon yerlarga qadam qo'ygan o'rislarni Ali keskin tanqid qilib, sobiq ittifoqqa qarshi aksiyalarga boshchilik qiladi. Gegemonlikni da'vo qilgan ikki qudratli davlatga tik gapira olgan Ali juda ko'p musulmonlar qalbidan joy oladi. Shu bilan u islom tarixida o'tgan buyuk kishilar safiga kirishga muvaffaq bo'ladi. Muhammad Ali faoliyatini yakunlaganidan ko'p o'tmay, bedavo bo'lgan Parkinson kasaliga chalinib, umrining so'nggi yillarini og'ir xastalik bilan o'tkazdi. Ayniqsa 1996-yilda Atlantada o'tgan Olimpiya olovini yoqish jarayonida butun dunyoni yig'latdi. Olimpiya olovini yoqish uchun mash'alani zo'rg'a ko'tarib turgan afsona dunyoni larzaga soladi. Alloh shu bilan uning gunohlarini kafforat qilsa ajab emas. Gollivudda shon sharaf yo'lagiga uning ismini yozish taklif qilindi. Bundan xabar topgan Ali Rasululloh ismi oyoq osti bo'lishini istamayman deya rozilik bermaydi. Shundan keyin faqatgina Alining ismi yerga emas, devorga yozilishiga ruxsat berildi. 2016-yilda musulmonlar afsonasi Muhammad Ali olamdan o'tdi. Uning janozasiga 20 mingga yaqin odam qatnashdi. Jumladan AQSh sobiq rahbari, Turkiya prezidenti Erdo'g'an, mashhur Gollivud aktyorlari Arnold Schwarzenegger, Will Smith kabi yulduzlar ishtirok etdi. Muhammad Ali islom shariatiga binoan dafn etilib, uning ismi islom tarixining sahifalariga, tarixni o'zgartirgan buyuk shaxslar qatorida yozib qo'yildi.